Assalamu alaykum. Bugungi mushu to'r suhbat yig'iniga qatnashgan ustozlar, do'stlar, qarindoshlar, sabdoshlar. Bugun bugun kechlik bir yarim soatlik qimmatlik vaqtimizni biz o'zimizningki nimalarni o'ylaganligimiz va xalqimizga nimalarni tushuntirganligimiz, ya'ni bugun Xitoy hukumati Uyg'urningki professori, alimi, ziyolisi ve hukuk küreşçisi Profesör İlham To'xta Efendi'ni bugünden del 6 yıl burunqi bugünkü kunda fakat İlham To'xta Xitoy qonunininki ramkasi ichida Uyg'urlarninki Xitoy qonunida berilgan haq huquqini to'liq ijro qildirish Xitoy devletide Xitoy fuqarolari bilan Uyg'urlarninki huquq barobarligi jumladan 1955-yilda Xitoy hukumati Uyg'ur xalqiga bergan avtonomiya qonunini to'liq ijro qilish mush sohalarda ko'p izlanishlarni ilib borgan va Uyg'urlarning ishsizlik, qonun oldidagi barobarsizligi bu haqda Xitoy hukumatiga, Xitoy xalqiga, ziyolilariga va dunyoga bu naqslarni tunishtirgan. Mushu sababdan faqat İlham To'xta Efendi o'zining fikr qilish, yezish, mushu madaniy dunyoda har qanday bir inson ishlatadigan huquqlardan foydalanganlik uchun Xitoy hukumati İlham To'xta Efendi'ni mangulik turma jazosiga hukm qildi. Bu kun har yili 9-23 kuni Uyg'ur xalqi uchun yana bir musibat bir kuni. Demak, İlham To'xta Efendining jazolanishi Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqininki o'z iqtisod har sohaga ega chiqish bu huquq bo'yicha hech qanday murassarlashmaydiganlikdan iborat bir negizli bir haqiqatni Uyg'ur xalqiga to'nitdi. Şuna bu İlham To'xta meselesi Uyg'ur jamiyati uchun bo'lsin, dunyo jamiyati uchun bo'lsin, xalqaro jamiyatlar, davlatlar uchun bo'lsin nihoyat muhim. Chunki burun bu haqda yozmalar yozilgan Uyg'ur xalqidan birla İlham To'xta chiqdi. İkinci İlham To'xta chiqmadi, chiqishni arzu qilamiz. Şuna büyük söhbetimiz, tor söhbetimiz İlham To'xtaniki şu 6 yıl burun qamoq jazosi berilganligi, mangulik qamoq jazosi va İlham To'xtaniki nima uchun shu qamoq jazosi berildi İlham To'xtaga? İlham To'xta nima degandi, nima qilgandi va nima qilmoqchi? Bugun Xitoy hukumati nima qilyapti? Masalan, biz so'zimizni bilamiz. Sonini 1 milyon demaymiz, 2 milyon demaymiz, 5 milyon demaymiz hozir. Ammo Xitoy hukumati o'ziniki yaqinda bir haftaning oldida aytgan rasmiy bayonotida har yili 1,5 milyon Uyg'ur xalqini tarbiyalab chiqdik, atalmış tarbiyalash maktablari tarbiyalab chiqdik degan bir statistik orqali o'zining jinoyatlarini qabul qildi. Shunga bugun shu suhbat yig'inimizga to'r suhbatimizga qatnashgan shu qarindoshlar bilan, do'stlar bilan biz shu vaqtda keng ko'chada bir suhbat olib borsak, men shu suhbat haqida qisqacha bir diqqatingizga bir vaqt masalasini tushuntirsam, vaqtimiz ko'p emas, 1,5 soat davom qiladi bu suhbat yig'ini. Ama her bir sözlük için 15 minut vaqt beriladi. Ondan keyin oxirida 20 minut shu yig'in oxirida shu erkin ozoda savol javob qismi bo'ladi. Buningga savol so'rovchilar shaxslarning ismini atab so'rasin bo'ladi yoki suhbatga umumiy shaklda savol so'rasin bo'ladi. Shunga Anvar akamiz yo'qolib ketdi. Bob kinerek anarkimiz kinerek bir iki sözü teklif ediyor ahırda. Bobda ondan red tertip bu işe biz şu ondan sol qarab meni birayli.
Aval Enverkimiz payda oldu. Bu söhbetimiz başlaştan ilgari Envercan akimizni sabık İlham Tohti İnstitutu'nunki kurgucusu pişqadam inqilabchimiz sabık Dünya Uyghur Qurultayı'nınki reisi shu bizga 2 minut shu yig'inda haqida bir o'zingizniki bir gapni qilib bersangiz aniq yig'in boshlab ketsak Anvar aka. Rahmat. Ben aslında texnik taraftan Aziz'nin kompüteri binas bo'lib qolsa, men davom etkizib ketaman deb u meniki yoshda bo'libdi inglizchaga kirgan. Bu munosabat bilan bunda hurmat ko'rsatib, meni so'zga taklif qilganingiz uchun rahmat. Rahmat. Hammanglarning bu sohbat yig'iniga alayda vaqt ajratib kelganinglar uchun rahmat. 4-5 yılın yağı moşundaq 5-6 Uyg'urimni topolmagandim. Belki men izlamagandim. Belki izlesem topolmagandim. Ama demek vaqt yetibdi. Hozir mana 6 Uyg'urim billa bundan 4 yil 5 yil avval Yevropaliklar bilan birga boshlagan davorimni hozir 6 Uyg'urim bilan kambosa hozirgi gapni qilyapman. Billa shuni davom etkizish, shu to'g'riliq so'zlash uchun bu ekranga kelganligimizdan faxrlanaman, xush bo'ldim nihoyatda. Baya inglizchada qisqacha o'tdim. İlham Tohti men uni tonimayman, ko'rmagan. Mening iftixorim va mening qahramonim va mening uchun tarixda bo'lishi mumkin, bundan keyin bo'lishi mumkin, ammo hozirgi davrda Uyg'ur xalqininki yagona rahbari İlham Tohti deb bilaman men. Mana shu hissiyat, shu kuch menga ilhom berib 70 yosh kirgan bo'lsam meni 4 yilni yaxshi yugatyapti. Bununla bu sepke o'tgan 1 yil 5-6 aydan beri sizlar qo'shildinglar, bir qisminglar. Texim kuchlandik. Demakchi bo'lganim xalqining huquqlarini deb ashunda qiyin qistoq sharoitda hamma narsani pido qilgan bir rahbar uchun men hozir yolg'iz qilib o'tibman imkonlarim bilan. Bütün ömrümni men bersem imkonim bo'lsa, hamma mol mulkimni bersam yana arziydi. Chunki u odam bolalarini, ayolini, xizmatini, hayotini xalqi uchun pido qilib mana umrlik yotadi. Shuni bilatdi u odam. Shu narsalar beshiga kelganligini bilatdi. Shuning uchun men uzoqdan turib, shu gapni anglagandan keyin Xudoyim yuragim gibi o'tni soldi. Hozirgacha ketib boribman. Xabaringlar bo'lgandek, ozmi ko'pmi muvaffaqiyatga erishdik va buningdan keyin sizlar bilan texim ko'p utuqlarga erishimiz va ilhom apandim haq qozongan palliga yetib boramiz va Xudoyim bursa uning ozodligimi erishishiga uchun ishlaymiz va uningga erishimiz deb ishonaman. Hammanglarga rahmat. Uzatib ketdim gapni. Ko'p rahmat. Rahmat Anvar aka. Ko'p rahmat. Undaqda 1990-yillardan boshlab İlham Tohti apandi bilan tanishgan, vatanda bo'lsin, Turkiyada bo'lsin, Norvegiyada bo'lsin, kecha kunduz Uyg'ur xalqiniki rohiyati, Uyg'ur xalqining g'ururi va turmadagi diniy zotlar bo'lsin, ziyonlar bo'lsin, odatga bir Uyg'ur ismli bir jon bo'lsin, kecha kunduz fidokorlik qilayotgan, qalbi bilan xalqimizni to'xtovsiz mehnatlarni singdirib tarbiyalayotgan yazarimiz, faoliyatchimiz Abduvali Oyib apandini so'z taklif qilaydi. Rahmat sizga azizga baholaringiz uchun. Men baholaringizni ilhom madad deb bilaman. İlham Tohti haqida mening o'ylarim men bir qancha nuqtalardan demoqchi. Birinchisi İlham Tohti bir oliy maktab o'qituvchisi bo'lish sifati bilan o'quvchilarga nima ish qilib bergan deganni so'zlamoqchi oldi bilan. Men 1992 yili
Beyjan'ga Merkezi Milletler Üniversitesi'ne oquşqa bargan çağımda biz hemmimiz edebiyatni söylediğin balalar, çünkü bizning fakultet Uyg'ur til edebiyat kasbiga qabul qilgan bizni. Shunga Ilhom To'xtovning birinchi bizga o'rgatgan narsasi dunyo adabiyot emas degan narsani tunji qatim degan. Ya'ni dunyoni bir adabiyotchi, bir shoirning ko'zi bilan kuzatib tushirgili bo'lmaydi. Shunga dunyoni tushunish uchun iqtisodni tushunishinglar kerak degan narsani degan. Shuning bilan biz dunyoni tushunishning mundaqim bir xil usuli borligini, ya'ni adabiyot va she'riyatdan boshqa dunyoni tushunishning iqtisodshunoslikda bir fan orqali tushunilganligini buni his qilgan. Ondan ikkinchisi bizga o'rgatgan gapi biz huquqlarimizni bilishimiz kerak, huquqlarimizni qonun bo'yicha qo'g'dashni bilishimiz kerak. Ya'ni biz oldindan o'zimizning kimligini, qandaq yashayotganligimizni, qandaq yashash huquqlarimizni bilgandan keyin biz huquqlarimizni qonun bo'yicha qo'g'dashga jur'at qilishimiz kerak degan o'rgatgan. Shuning bilan Ilhom To'xtov bizni qonun o'rganishga, Xitoyninki mavjud qonun sistemasidan foydalanishni shu haqda leksiyalar orqali singdirgan. Endi uchinchisi Ilhom To'xtovning yoshlarga singdirgani botirlik. Aynı vaqtda biz oliy maktabda o'qiyotgan chog'imizda Ilhom To'xtov Xitoy hukumatining vatanimizda qilayotgan zulmini botirlik bilan yozgan. Xitoycha yozgan, u Shangangdagi Wanghuibao degan gazetga chiqib ekan. Men shu chaqda Ilhom To'xtovga ko'rsatib qo'ygan. Men maqola meni Shangangda chiqdi degan narsani. Ondan men u chaqchi Shangangda bu Xitoy tarafdagi Xitoylarninki u Shangangdagi erkin matbuotdan foydalanganligini uqmaydi ekanman. Ilhom To'xtov shu chaqda shu erkin matbuotlardan foydalanib Uyg'ur xalqininki iqtisodiy jihatda zulm uchrayotganligini yozib ekan. Shuning bilan biz bu qandaq odam bu, ya'ni o'zi Beyjingda turib Shangangdagi jurnalda maqolalarni qilgan. Deb bizning ayni vaqtda Uyg'ur o'quvchilarning bir munbirimiz bordi. Uyg'ur shunoslik anjumani deydigan. Shu anjumanga Ilhom To'xtovni davomli taklif qildik. Ilhom To'xtov shu yerda Uyg'urlar uchrayotgan zulm, ya'ni bo'lib iqtisodiy jihatdagi barobarsiz muomala haqida nihoyatda tafsiliy to'xtalgan. Endi shu vaqtning o'zida biz Ilhom To'xtovning Xitoycha e'lon qilgan maqolalarini Uyg'urcha jurnallarga avatgan bo'lsakmi, hech qaysi Uyg'urcha jurnal besishga jur'at qilmagan. Mening shu chaqda esimda qilishcha Ilhom To'xtovninki Uyg'urlarning nopos masalasi, ya'ni nopos jihatdagi sahrolashtirish, shaharlarni yiroqlashtirish, taraqqiyot markazlaridan chetda qoldirilish masalasini bir parcha maqol qilib yozgan. U maqolni Xitoydagi jurnallarda e'lon qilingan. Lekin uni biz Uyg'urchaga tarjima qilib shu chaqda Xinjiang madaniyati jurnaliga avatgan chog'imizda hatto Xinjiang madaniyatidagi eng fidokor jurnalmi Ilhom To'xtovning maqolasini besishga jur'at qilmagan. Demak, Ilhom To'xtov uchinchi ta'kidlaydiganim o'zininki fidokorligi bilan yoshlarga, o'quvchilarga fidokorlikni, o'zining botirligi, so'zlash jur'at qilishi bilan yoshlarga jur'atni o'rgatgan. Endi ikkinchi so'zlaydiganim Ilhom To'xtov haqidagi bir xato tushuncha haqida to'xtalib o'tmoqchi. Bultur esimli qilishcha 11-oy bo'lishi mumkin. Ilhom To'xtovga oltin medal berildi. Bu medalni Anvar Jakim topshirib oldi. Shu so'rinda jamoat arbobimiz Ilhom To'xtovni Xitoyni xato tushunib qolgan, Xitoydan umid kutib qolgan, Xitoyga oldinib qolgan degan talaffuzda so'zladi. Menga bu gap qattiq ta'sir qildi. Ilhom To'xtov hargizmi agar Ilhom To'xtovning maqolalarini o'qib baqqan, nutqlarini o'qib baqqan, uning asarlaridan bahrlangan, tushungan bir odam bo'lsa, Ilhom To'xtovni Xitoyga oldinib qolgan degan bu hukmni chiqarmaydi.
İlham To'xtay Xitoyga alınıp qolgan emas, İlham To'xtay Xitoydan nimani olalaydiganligini bilgan va shuni ilishga tirishgan. İlham To'xtay Beyjingda bo'lg'achqa, Xitoyninki Uyg'urlar shu chog'da belgini avtonomiya bo'lg'achqa, Xitoydan qonun bo'yicha og'ini bo'ldigan narsaga tirishgan. Hargizmi Beyjingda turib Xitoyga mustaqillikni ber demagan. Chunki Beyjingdagi Xitoy, Beyjingdagi İlham To'xtayga Beyjingda turib mustaqillikni bermaydi. Ham mustaqillik degan narsani hech kim vaqirab og'ilmaydi. Dunyoda hech qanday millat mustaqillikni vaqirab talab qilib olgan emas. Bunda ishonmaydi. Shunga İlham To'xtayning olalaydigini, İlham To'xtayning talab qilalaydigini Xitoy qonunining belgini. İlham To'xtay bu masalada hargizmi Xitoyga olinib qolgan emas, balki Xitoydagi bor imkonlardan Uyg'urlarni bahramand qilish uchun Xitoydagi bor qonunlarga asosan Uyg'urlarni qo'g'dashga tirishgan. Shunga bu İlham To'xtay haqidagi bu xato tushunchaga azroq bir izohat berib qo'yishni loyiq topdim. Endi İlham To'xtay haqida bizning bu tirishchanliklarimizninki İlham To'xtay qanday foydasi bo'ldi? Nurg'un odamlar bu biz faoliyat arxiv to'plash va bu bizning dardman Uyg'urni xalqaro muxbirlarga tanishtirib qo'yish jarayonida bizning kishilarimiz, avomning so'raydigan savoli bor. Buning nimaga foydasi bor deydi. Endi bizning hozirgi shu İlham To'xtay haqidagi tirishchanliklarimizning nimaga foydasi bor? Buni bir avom tilida desak, buning foydasi intayin jiq. Masalan, hech bo'lmagan chog'da men bir misol keltirib bersam, men 2014-yili 6-oyda turmada yetayotgan chog'imda qamoqda, Lyudovan qamoqxonasida bir kuni birisi Gundupay sening advokating kelibdi, sening ismingni chaqirdi dedi. Chiqsam bir ayol turdi. U ayol "Ha, chiqdingizmi?" dedi. "Ha" desam, u nima Gundupay meni advokatdan qishni qo'yib bir nimasi ishxonasiga kirib ketdi. Shuning bilan rasmni eliblar, bir rasm telefonni elib, telefonni chiqarib qarasam, telefonda İlham To'xtayninki bilan mening rasmimni haqilning ko'tarib turgan namoyish qilayotgan rasm. Bu bir namoyishning rasmi. Shuning bilan men bak hayajonlandim. Bana shu kuch meni, ya'ni ash qiyin qistoqlar ochidimi, sog' salomat turishga undadi. Ya'ni bizning xalqimiz bizni unutmabdi. Ya'ni dunyoning hamma yerda nada bo'lsin, kishilar bizni unutmaydi ekan, biz uchun tirishchilik ko'rsatibdi degan tuyg'u, degan fikr kelgan. Endi hozir bizning qilayotgan ishimiz balkim sizning opingizni qutqazmasligi mumkin, mening singlimni qutqazmasligi mumkin. Lekin biz qilayotgan shu harakat natijasida bizning vatanimizga yolg'ondan bo'lsa-mu bir tekshiruvchi bordi. Yolg'ondan bo'lsa-mu Xitoyning bir rahbari bir tekshirish ssenariyasini yasaydi. Shu kuni sizning onangiz, mening onam, sizning ochingiz, mening tog'am bir kun yaxshi tomoq yeylaydi, bir kuni azobdan qutuladi, bir kuni oromchilikqa erishadi. Eng tuvan darajadagi ish bu. Undan yuqoriroq aytsa, hech bo'lmagan chog'da inson o'zining bir ish qilganligi uchun o'ziga tasalli beradi, o'ziga tushuncha bera oladi, o'ziga izohat bera oladi. Inson qanday chog'da umidsizlik bo'lsa, hech qilmagan chog'da umidsizlik bo'ladi. İnsan bir ishni qilgan chog'da ko'nglim nim bo'ldi, men hech bo'lmagan bir sabab qildim deb o'ylaydi. Ondan ikkinchi sababni qilasiz, ko'nglingiz tadrijiy ishonch shakllanib, o'zingiz ishonchlik, o'zingiz bardast turasiz. Shuning bilan u texmi da'voga aralashsiz, texmi o'zingizga ishonch berdi, texmi g'ayratli bo'lasiz. Endi hech qilmasangiz, hech ish bo'lmaganligini his qilasiz. Hech qilmagandan keyin o'zingizni texmi yaramsiz qilasiz, o'zingizni texmi keraksiz qilasiz. Shuning bilan umidsizlik sizning ruhingizni, jismingizni chulg'aydi. Biz hech qilmagan taqdirdami ota-onamizning, tuqqanlarimizning, yurt mahallimizning davosini qilishimiz o'zimizga bir ishonch, o'zimizga bir g'urur, o'zimizga bir muvaffaqiyat ato qildi. Shuning uchun eng tuvanchak aytgan chog'dimi İlham To'xtay haqida bu davoni qilishimizningki har birimizning qalbiga, har birimizning vijdoniga intayin cho'ng foydasi bor deb qarayman. Rahmat. Rahmat Abduvali. Atrofliq
ma'lumot so'zlab berdingiz. Mush yerda bir qistirib o'tib ketay dedimda, shu İlham To'xta apandi shu tor internetda nihoyat aktivdi. Men shu 2007-yildan boshlab men dastlab London Uyg'ur ansamblinining tor betini va tashqi ishlarni yapadim Uyg'ur madaniyat sohasi bo'yicha. İlham To'xta mush ishlarni bildikan to'q. 2010-yilda bircha qarsam, Londonda bo'lgan faoliyatlarni, shu Uyg'ur biz tor betida shu yil 3-4 qatim shu Uyg'ur biz torda beratdi, London qo'rqmay beratdi. Hatta İlham To'xta yozgan maqolalarni Şinjan gazeti yoki Urumchidagi matbuotlar e'lon qilmasa, İlham To'xta chet eldagi faoliyatlarni shu Uyg'ur biz torda e'lon qiladi. Shunday esimda va eng orqatim İlham To'xta apandi bilan 2012-yil Qurbon hayitida xat aloqalashibdik. Men xat yozibdi-kan. Yozib shu Londondagi qarindoshlar sizlarni Qurbon hayitingizga tabriklayman. Shunday suyundim sizlarniki shu madaniyatimiz bo'lsin bir jonliq ep berish taraflardan kuchuginglar uchun suyundim deb xat yozibdi-kan, javob qaytib qo'ygandim. Shu bir aslim bo'lib qolibdi menga. Amaliyotda men İlham To'xta apandi bilan qurdosh bir qarorniki, ama ko'rish fursati bo'lmagan. Navbatda undaqda suhbatimizning davomi bizniki ko'z ko'rnigan bizniki pedagog, ustoz, sobiq Amerika tarbiyalab Long Torches'ten diyen bu şaraplik namlı Xitayning minsin sındırıp atkan bizdeki faoliyatçımız İrşad efendim, şu İlham To'xta efendi hakikaten büyük söhbetimiz hakkında kıymetli fikrini anlaylı. Merhamet. Rahmet hammanglarga. Bugün bu bir fırsat yaxshi fursat bo'ldi hammamizga. İlham To'xta institutiga rahmat. Ham bugun bu ekranda bilib bo'lganlarga rahmat. Hamda ekran oldidagi ko'rayotgan, vaqt sarf qilib, vaqt ayirib qiziqayotgan qarindoshlarga rahmat. Men İlham To'xta bilan ataganman ingliz tilim dedim, ko'rishib boqmadim. Paranglashib bakmagan. Esimde var birinci qitim bana birisi evet deb İlham To'xta to'g'riliq Xitoy o'lkalarida qechib yurgan sargardon bo'lib yurgan bolalar to'g'riliq shu masala to'g'riliq bir nemisini evet deb ko'rib baqdingizmi shu odamni dedi. Deb shuningdan boshlab qiziqdim. Keyin ondan keyin Uyg'ur biz tor betiga degandek mening yozgan Xitoycha maqolalarimni Üzem bevosita chiqarmadim, ama başka yollar bilan chiqardik. İlham To'xta shuni, endi men chet elda bo'lgandan keyin qo'rqmay yoza olmayman, Sharq Turkiston dalalayman. Albatta u vatanning ichida Bejingda İlham To'xta Sharq Turkiston dalanmaydi. Vatanning ichida endi uyninki bulunga berib dalalaganlar dalalaydi. Başqa yerlarda hech kim dalamaydi o so'zni. Ama İlham To'xta şu torbatda şunu e'lon qildi, turg'izdi. Demek İlham To'xta bunda degan vaqtida Uyg'urlarning ichida Abduvali Ayub bir muhim narsani o'tirib qo'ydi. O bo'lsa biz huquqimizning jiqini tadrijiy holda o'zligimizdan ketkizib qo'ygan millatni deb qarayman men. Nima degan vaqtida Xitoyning kanuni defterlerde, hatta ki bazı siyasetlerde yazılgan bazı bir hukuklarımız var. Bu hukuklarımızı azırak çıngtursak amelga aşıralayımız, amelileştiralayımız. Ama lakin biz tedrici halda vazgeçken, şunu qoğduğan adamlarını biz bazı vaxtlar ahmak dep qaragan, köpüncümüz qo'rqqan. Hem de onun misal kısam hem de uzun bolup ketmesin. Mesela şu tamak yeyişte. Ben Şihanzi'ye yeni hizmetke bağa vaktimde Şihanzi şehirlik mehmanxonada Uyg'ur aşxonasi, Xitoy aşxonasi bor ekan.
Men yeni bağa vaqtida Xitoycha yaxshi bo'lgandan keyin maktabninki oldida meni tarbiyalaydigan azroq nim qilib baxti. Shuning bilan bir ikki qitim Abnum rayonidan boshqalar kelgan vaqtida bizning maktab ham Abnum rayon qaratdi. O'qituvchilar bilim oshirish bo'lgan. Kelgan vaqtida shular bilan tamoq yeyishga o'rinlashtirdi. Bir qitim qarasam Xitoy oshxonasiga o'rinlashtiribdi. Şuna esimde var, o adamın ismi Şöhret. O mu Minkalxanka, Xitaycha o'qigan. Şuna Şöhretga ayakta Uyg'ur oshxonasi var desam, "Afkan bugün ayrim bizga qilib berdi" dedi. Dedi, Şöhretga xafa bo'lmaysiz, men Xitoy oshxonasidan tamoq yemayman dedim. Men agar bu yerda o'tirma desangiz, men ayaga chiqib, tamog'imni yeb bo'lib kirib, siz bilan paranglashib o'tiray. Desam, turib qoldi, ammo hoş olmadı. Ben çıkıp yap girdim. O adam çıkmadı. Yap girip belli otadım. Tamamını yemedim. O bir oldu. Keyinki bir beni teşvikat bölümüge, Şiğen şehirlik teşvikat bölümüge yardımga 6 ay işletti. Şu jarayonda Mehmet Musa degan adam Şiğen şehrining şehir başlig'i. Bu adam bir qitim xizmat tekshirib, biz o nemede elektr stansiyasida turib o'tirdik. Çıktı biz 3 Uyg'ur, qag'anlar Xitoylar. Şuna u yerda bir Tungan oshxonasi var. Kashliga tamoqni yana shu Xitoynikiga o'rlashtiribdi. Shunga kirsam Mehmet Musa shahar boshlig'i bor. Biz Xitoy tamog'ini yematdik dedim. Desam amaliyotda shu kunki endi demakchi bo'lganim, eng yuqori huquq shu adam shahar boshlig'i. Agar shu kuni buyruqni shu adam tushirib Tunganning oshxonasida desa, meningcha bu yerda hech qanday Xitoy uningdan yuqori amal yo'q. Ma'qul dedi. Lekin Xitoy oshxonasiga o'rlashtiribdi. Men yemedim. Tungan oshxonasiga kirib yeb, tamog'imni yenib chiqib o'tadim bilan. Men demakchi o'g'lim nima deganda biz ashundaq ba huquqni voz kechdik. Yoki manfaatni ko'zlab, meni milliy g'ururi nemika deydi, millatchilik idriyasi kuchlikka deydi. Degan bir oldu. Yani birisi ba'zilarda voy hechtim bo'lmaydi o. Ayrima nim qilgandan mayda Xitoy yo'ldoshlar birga o'tirmiz dedi. Shuning bilan tadrij holda bu huquqlarimizni voz kechdik. Yana birisi men Shixan shaharlik xalq qurultayiga bir mezgil tarjimonmi bo'lgan. Shu vaqtida yana bir Uyg'ur amaldori vardı. Bu adamninki so'zini Uyg'urcha so'zlab biz tarjim qilib beramiz. Ama kaynida bir kuni u adam bana kelib Elshad ukam, "Men Xitoychisini sal o'qib yeta" dedi. Dedi turib Abaydulla aka, "Eng yaxshisi siz Uyg'urcha o'qing, biz tarjim qilaylik" dedim. Endi u yerda yig'inning jarayonida jiqqa qilgan olmaydi. Desam, "Voy ukam, o vaqt bak ketar ekan, men o'qiyman, sen tarjim qilsa, avarchilik Xitoychisini sen tarjim qilgan o'qib yeta" dedi. Amal yo'q, o'qidim. Ama yig'in tuganiki dedim, bu bizning huquqimizdir. Agar mashina men o'qib bersam, yana bir qitimni menim ishlatmaydi, Xitoy katib o'zi yezib berib, o'zi o'qiydi. Bu katkizib qo'ydigan ish desam, "Voy ukam, qara, u baribir bu Xitoylar u bu" dedi. Ammo shundaq gap uzr olib ketmaslik uchun, mushu 3-4 misol, mushunda ahvolda biz ba'zi qo'limizdagi ba huquqni tadrij holda Xitoyga berib o'tdik. Bunga qarshi turmadik yoki qarshi turishga jur'at qilolmadik. İlham To'xti birinchi bo'lib buningda nihoyatda chin, keskin turib, bu masalani ko'tarib, Xitoyning oldiga o'zining qonunini qo'yib, "Mana, men sening va'dam, men sening degining. Qani amaliylashishi?" Nada dedi? İlham To'xtining eng muhim to'kpisi şu orqali butun dunyoga, masalan, ba'zi vaqtlarda bizning da'voyimizni ba'zilar deydi, "Voy bular mustaqillik deydi, voy bular bu deydi, avu talibi ortiq, u bu deydiganlar bor. Biz hamma dunyoning hamma odamni qayil qilolmaymiz." Ammo İlham To'xtining misoli bilan mana ko'rdingmi? Eng tuvan Xitoy o'zining avtonomiya qonuni, o'zininki davlat asos qonuni yozgan shu huquqni talab qilgan bir odamni muddatsiz qiysiyapti. Mana bu nihoyatda bir ro'shan selishtirish. Bunday ahvolda albatta biz o'zimizning haq huquqini, mustaqilligini talab qilamiz.
Çünkü başka yol yok. Başka yol yok. Mana bu İlham To'xtininki bizga açkan bir yol. Endi o İlham To'xti aldandı mı? Menimce aldanmadı. Her kanda bir Uygur Xitayga karış çıktı. Onun akıbetinin negi bardağallığını menimce Nurbekir'den tatip naiti inik bildi. Onu naiti inik bildi. Xitayga bir ketim yak dedi. Küçük vaktimde ben tömür yolga barsam okuşka, Gulcu'dan. Çoğunlar bana degende, ey bala, Xitayga bir xo bolsang, mengü xo olup gitse, bir buxo bolsang, buxo olup tugaysa, degen. Demek Uygurlar bildi onun qayaga apırdığını. İlham To'xti bir Beijing'de üniversite profesörü olan adamını bilmem de bildi. Bilip durup, yana şu yolga milli gurur boğallığıdan şu yolda mangdı. Şu arkalık, manda degende nimdaymiz o yazgıcı Maxim Gorki, gerçi bek yaxşı kömüsem bu adamның bazı nimlerini Danko degen hikayesi var mımız okuyan. Ormanlıktan halkını başlap, ahırsıda jürgünü çıkarıp, ot kılıp, yandırıp, başlap beğenmese İlham Nakşu Danko. Nakşu Danko. Ama bir de ben yana bir meselemi takitleyim. İlham birincisi emas, ahırkısı emas. Meyli Şenisay'nın vaxtıdın bolsun. Meyli onun aldırki vaxtladı bolsun. Bizning milletimizde meyli ayal kahramanlarımızda Nozgom, yani bir nima aneti o ba yakın zamanlarda onun aldılar Cahangir Hoca Xitay karış turgan tacavuzçılara. Onun linki yakın zamanda 49'dan keyin yakında radyolda berip atkan Abdurrahim Eysa, Ziya Samedi, onundan keyinki Medeniyet İnkılabı jarayonidagi Uygur'un ziyolileri. Onun keynide mesela şu bizning asildagi Uygur yezg'imizni asli keltirish uchun men shuni jarayonini Xitoycha maqola yozib o'qidim. Shu vaqtda Xitoylar unamagan. Ammo lekin Sayfullayev qurultay yig'inida tuyuqsiz ma Uygur yezg'ini asli keltirishni bugun ma'qullayli deb qo'l ko'taringlar deblar shu yerda buni ma'qullab asliga keltirgan. Mayli o asli keltirishninki yeziqning o'zgarishi hozir qanday deyishayli, chatal talishayli, ama shu yerda Uygur yeziqining asliga kelishiga şu odamlar cho'ng to'p qo'shgan ziyolilar. Demak, bizningki ziyolilarimizning ichida İlham To'xtideklar burundan chiqib kelgan, hozirgacha chiqyapti-da. Muhimi biz ularni tanishimiz kerak, ularni qadrlashimiz kerak, ularni hurmatlash kerak, hayatlarını tirik qutuldurup çıkışımız gerek. Ularning qimmatini bilishimiz gerek. Bu bizga topshirilgan hozirgi vazifa. U yerda turmada yotgan odamni uni qimmadi, buni qimmadi deb kompyuterning aqsida o'tib olib so'z qilmoq oson. Ama Xitoyning poytaxtida turib bana bergen va'dangniki huquqingni bana ber deyish o ayrım bir iş. Bunun ahamiyetini bilishimiz gerek. Şununla yig'in chaqlab etsam, İlham To'xti efendim biz uchun shu vaqtida qanday qilib o'zimizning haq huquqini prinsip tuturib qo'llashni o'rgatganlarning birisi, boshlamchilarning birisi. Bu noktadan elip etken vaktidim o, İlham To'xti şahsen men üçün Uygur ruhi, Uygur'un milli kahramanı, hemmimiz ügünüşki tegişlik, ülge, yol başlıkçı. Rahmet. Rahmet, İlşat fikirleriniz için rahmet. Etraflık bayan kıldınız. İziz çınarak yakısınız oldu ki. Avaz bek boş. Turib avaz yuqroq eshitdi, avaz paskanda. Nayet muhim bir temada paranlaştık. Şu Abdüvelim to'xtaldi, İlşat to'xtaldi. Huquqimizni qanday qilib talab qilish, huquqimizni nima deb shu vatanning o'zida qo'g'dayanmidik, nimishqa İlham To'xti qilgan ishlarni biz nima deb qilamidik shu vaqtda vatanlik vaqtimizda.
nurg'un savollar tuyuldi bu yerda. Söhbətimiz davamlaşdırsak, bəlkə texnik yaxşı cavablar çıxıdı nurg'un masalalarga. Navbatda keyingi söhbətçimiz hammamiz balkim Asiya Uyg'ur degan ism bilan tanıymiz. Eng dastlabda Asiya xonimning to'liq ismi Asiya Abdulla Ahad. Asiya xonim İlham To'xta institutiniki o'sha tadqiqotchisi va tadqiqot ishlariga mas'ul. Nurg'un tadqiqotlarni olib beryotdi. Medialardan, axborotlardan nurg'un shu Xitoy manbalari bo'lsin, shu hozir jazo lagerlari bo'lsin, nayt ko'p pedagog qarorlarni ko'rsatyapti. Asiya xonimni shu İlham To'xta apandiniki shu Xitoy turmusida turayotgan bugun 6-yili. Mushaqda Asiya xonim bugun qanday o'ylaydi? Qandaq xalqimizga aytilgan qandaq so'zlar bor? Bu vaqtda bir Rahmat. Assalomu alaykum. Barliq ustozlar. Salom. Ekran oldidagi barliq qarindoshlar, hammalar yaxshimi? Meniki bugun bu suhbatga taklif qilinganimdan naytda xushalman. Bugun hozir ustida ustozlar Eshad akamiz, Abduveli Ayub, Enerjikam, Aziz Isa degandek hammasi Ilham To'xta ustida naytda yaxshi suhbatlarda bo'ldi. Men Ilham To'xta apandimni endi u kishiga qiziqishim ham u kishi to'g'ri izlanishimga sabab bo'lgan narsa yana shu bizningki shu mustamlika bo'lib qilishimiz ham bugunkidek bir zulmga qilishimizningki sababi ustida izlanishlar jarayonida bu Ilham To'xtaninki bu shu Uyg'urlarning ichidan chiqqan xalqaroda eng e'tirof qilishga erishgan ham xalqaroda eng kuchli diqqat qo'zg'agan ham mushu kishi orqali Uyg'urlarningki haqiqatan zulm chekayotganligidek bir reallik yo'ritib berilgan. Mushunaqa sabab bo'lgan, mushtaq bir ustozimizningki zodi nima uchun Uyg'urlarningki erkinligi, hurligi uchun shu vatanning ichida turib bir hayotini qurbon qila oladigan shunaqa bir jur'atga ega bo'ldi. Nima shu kishini shundoq bir kuchga ega qildi degan narsa bilan Ilham To'xtaninki hayoti ham shu davrlarda Ilham To'xtaninki 2014-yili shu umrlik qamoq jazosiga hukm qilinishningki oldidagi shu hayotida zot nima ishlar bo'lgan, qanday tadqiqotlar bo'lgan, qanday xizmatlarni qilgan, Xitoyning tishiga zot qanday tegib qo'ygan, shu nuqtalarda izlanishlarim bo'ldi. Bugun sizlar bilan shu nuqtalarni o'rtoqlashmoqman. Endi bu nuqtalarning hammasi shu siyosiy nuqtadan bo'ldi. İlham To'xta apandim izlangan tunji narsam Ilham To'xta apandim Xitoy hukumatiga Uyg'urlarning masalasini qanday hal qilish, ya'ni Xitoy hukumati Uyg'urlarni 2012-yildan boshlab terrorlikqa, xalqaro terrorizmga bog'lab BDT'da e'tirof qildirdi. Undan keyin terrorlikqa qarshi turish nomida nihoyatda qattiq bostirishlar bo'ldi. Biz bu o'tganki 20 yilda nihoyatda ig'ir zulmlarni beshimizdan kechirdik. Dal mushu vaqtlarda hamda Ilham To'xta apandimmi Uyg'urlarningki mushu xalqaro terrorizmga bog'lanib qilishiga nisbatan nihoyat kuchli noroziligini bildirib kelgan, ham nurg'un maqolalarni yozgan, nurg'un tadqiqotlarni qilgan. Shu munosabat bilan Xitoy hukumatiga bir parcha taklif doklati sungan. Bu taklif dokladida Uyg'urlarningki qanday tengsizliklarga uchrayotganligi, qanday ehtiyojlarning borligi, qanday talablarning borligi, nima uchun bugünkidek masalan Xitoy zo'ravonlik deydi, terrorlik deydi, shunday bir hodisalarningki yuz berishiga Uyg'urlar ichidan ma'lum odamlar noroziligini hamda işte zo'ravonlik usullari bilan bildiradigan holatga kelgani, shunday orqa ko'rinishi, mush to'g'riliq hamda buni hal qilish, nima uchun mushtaq bir ishlar kelib chiqadi, ham buni qanday hal qilish kerak degan nuqtada nihoyat yaxshi bir nechta turli taklifni yozib Xitoy hukumatiga sundi. Lekin oqibatda mushu taklifning o'zini Xitoy hukumati Ilham To'xtani davlatni parchalashga uringan degan jinoyatni ortiqlab bu ustozimizni umrlik qamoq jazosiga hukm qildi.
Endi men mushu İlham To'xtovniki mushu dokladni yozish jarayonida zodi qanday izlanishlar bo'ldi deb ko'rib baqdim. Shu vaqtlarda Bejonda bulutni 90-yillarda 90-yillarning o'zida Uyg'urlarni butunlay assimilyatsiya qilib o'tish, ya'ni Xitoyningki kelgusi yo'linishi qanday taraqqiyot bo'yicha taraqqiy qilish kerak degan nuqtada Xitoyningki shu tadqiqotchilari, siyosiy tadqiqotchilari nihoyatda jiq tadqiqotlar bo'libdi. U vaqtlarda yozilgan maqolalardan bahshiqlarni ko'rib chiqdim. Ashlarniki asosliq temasi asonliq millatlarni qanday assimilyatsiya qilish. Endi bu yerda asonliq millat degan vaqtida endi Xitoy asonliq millat deydi, amaliyotda biz asonliq millat deyilsak to'g'ri bo'lmaydi mening qarashimcha. Bu yerda asonliq millat deb ko'zda tutgani yo'qotishni umid qiladigan. Biz Tibet, anandiki Mongol, Manju, anandiki Guangzhou deydigan bir millat borki, Xitoyda eng Xitoydan qasdi 2-chi o'rinda turgan yuqori nüfusdagi millatgan bu. Endi bularni yo'qotish, undan boshqa Yunan Go'yju deydi, bu taraflardagi Guangzhou deydi. Shunday xiyollardagi asonliq millatlarni yo'qotib etish. Endi bu narsalarni Xitoy 49-yili davlat qurgandan tortib asosiyatdan tamomlab bo'ldi-da, chunki u 56 millat bor degan bilan shu Tibet va biz endi ishkasi Mongol bu millatlardan boshqasi asosiyatdan Xitoy tilini ishlatilgan holatga o'tibdi. Endi qolgan biz bilan bizning vatanda yashaydigan turkiy millatlar, endi ularniki soni oz. Endi bizniki sonimiz jiq. Endi bu yerda yo'qotishga asos sabab bo'lganimi? Shu soni ko'p bo'lgan biz va Tibetlarni asos nuqta qilib yo'qotish. Shuni endi plan qilgan ekan. Buning oldida 79-yili, ya'ni bilimiz 78-yili Xitoy islohot ishini etish siyosatini yo'lga qo'ygan. Bunun oldida bular 30 yillik ishni taqash, ya'ni o'zini o'zi qamdash, nurg'un fojialar bo'ldi. 30 yillik ishni taqab yashash jarayonida. Bularga vayron bo'lay degan vaqtda Dajjal islohot ishini etish strategiyasini yo'lga qo'yib, bular aran tasdiqlab oldi. Shu vaqtda 79-yili Mongol avtonom rayonidagi ishki Mongolniki shu birinchi avlod raisi shu asonliq millatlarni assimilyatsiya qilish uchun bir plan o'tirib qo'yibdi, ya'ni g'arbni ichish ham Yuanjiang deydi Xitoylar, Yuanjiang deydi, Xinjiangga yordam berish degandek. Shu usul orqali u yerdagi cho'ng millatlarni Yuanjiang deydi, Xinjiangga yordam berish yoki Uyg'urlarga Xinjiangga yordam berish degandek. Shu strategiyalar bilan bu millatlarni asosiyatda yo'qotayotgan bo'ldi degan planni o'tirib qo'ygan ekan. Lekin o'tirib qo'ygan bilan bu vaqtda islohot ishini ketish bo'lib, Xitoylar ichki jihatda islohot qilish, sirtqi jihatda sirtqi ishni ichib etish, bozorlashish, anandaki kapital holatga yuzlandi. Undan Amerika bilan munosabatni yaxshi qildi. Bunday ahvol ostida bu assimilyatsiya qilish, bir millatni butunlay assimilyatsiya qilish, bunday siyosatni yurgizish Xitoyningki amaliy ahvoliga nisbatan ancha muvofiq kelmaydigan bir sharoit bo'ldi-da. Shunga doir shu Xitoyningki bir siyosiy tadqiqotchilarga Zhong Yunnan deydigan bu odam hozirmi Xitoy shu Shi Jinpingningki davlat otasi, ya'ni davlat ustozi degan nomi bor ekan. Bu kishi Singapurningki Golida shu deydi davlat universiteti. Shuningki professor ekan, ham yaqinda ma'lum bir keyindan bir gaplar chiqib qilib, bu odam xizmatdan istifa berib, hozir yana Xitoyningki ichida davlat strategiyasiga yetakchilik qiladigan bir 9 tadqiqotchininki birisi bo'lib ishlayotdi. Bu odam 93-yilda yozgan bir maqolasida shu Uyg'urlar Tibetlarni assimilyatsiya qilib etish kerak. Agar bunday qilib etmasak, biz davlat ulus, ya'ni biz zaminimiz cho'ng, xalqimizni aytijik. Bunda ahvolda biz taraqqiy qilamiz desak, cho'qim bu xalqlarni bir davlat, bir millat qilib bir hokimiyat ostiga jug'lashimiz kerak. Bunda qilish uchun bularni assimilyatsiya qilish qadamini tezlatish kerak. Bunda shuna qilish uchun, ya'ni avtonom rayon huquqlarini hamma atlashlab etib, Singapurningki siyosiy uslubini ashuni qo'llansak bo'ldi degan taklifni shu vaqtda beribgan. Shu taklif chiqqandan keyin bu Uyg'urlar Tibetlarni assimilyatsiya qilish to'g'risida nurg'un tadqiqotlar bo'lib ketdi Xitoyning siyosiy sohasida. Nayt ko'p maqolalar yozilibdi, bu to'g'riliq munozaralar nayt qizib ketibdi. Ham kechiringlar, vaqt jiq bo'lib ketdimi?
Yok, vaktiniz var, 5 minut vaktiniz var yine. Bo'ldi. Oxirida qisqaroq so'z aytay. Shinolan mushu tadqiqotlar bo'lib qilgan bo'lsa-mu, bu yerda endi bu Xitoy islohot etish, bu Amerika bilan munosabatni yaxshilash, bu demokratiyaga minish tak inkosni dunyoga berish bunday ahvol ostida endi bu keng ko'lamlik bunday bir asosiy siyosatni yurgizishga nim qilolmagan, ega bo'lolmagan endi sharoit hozirlayolmagan. Anonki o'zining davlat kuchimi uningga yo'l qo'ymagan. Shunaq bo'lsa-mu, shu vaqtlarda planliq tug'ut deydigan siyosatni yo'l qo'ygani bizniki cho'nglar biladi. Sizlar bizmi bilishim, sizlar bilishinglar mumkin, men bilmayman. Planliq tug'ut siyosatini yo'l qo'yishdagi sababmi shu nopostni kontrol qilishni asos qilgan ekan. Ya'ni 2010-yildagi 5-navbatlik nopos tekshirish ham 2010-yildagi 6-navbatlik nopos tekshirishda shu Uyg'urlar bilan Tibetlarniki noposiniki ishib ketgani bo'lib, Uyg'urlar noposiniki Xitoy hokimiyatini cho'chitgidek darajada jixlab ketganligi to'g'risida necha manbada shu to'g'riliq statistik ma'lumotlar ham tadqiqot maqolalar bor ekan. Endi demoqchi bo'lganim, shu ahvollar sababli Xitoy ichida Xitoyniki siyosiy sohasida siyosiy tadqiqotchilar nurg'un maqolalar yozgan. Dal shu Ilhom To'xtay apandim Uyg'ur masalasiga, ya'ni Uyg'ur biz Sorbetini 2006-yilda quribdi. Uyg'urlikni ta'kidlayotgan xalqqa Uyg'urlarniki haq huquqlarini talab qilayotgan, ham Uyg'urlarniki xalqaro obrazi tushib, terrorlikqa bog'lanib. Xitoyning ichida Xitoylar va ishkirda Uyg'urlik qildi, Uyg'urlarning obrazi nihoyat xunuklashgan davrlar bu. Lekin Ilhom To'xtay shu yerda ko'krak ko'rib chiqib Uyg'urlik kimligini ham Uyg'urlarniki aslida Xitoyniki asos qonuni bo'yicha avtonom rayon huquqiga ega, lekin bu huquqlardan azaldan bahramand bo'lib boqmagan, ham bularning huquqlariniki qanchalik dafsan qilinganligini o'tirg'a tashlash orqali xalqarani asli Uyg'urlarniki bir ziyonkashlik uchirgan bir millat ekanligini, bu yerda Uyg'urlardagi masala emas, bu xalqaro terrorlik aralashib qolish yoki Uyg'urlarniki norozilik harakatlarida bo'lishi hargizmi Uyg'urlarniki cho'qim Xitoy nihoyat yaxshi siyosat qo'llanib Uyg'urlarga barobar muomala qilgan bir sharoitdimi, shunaqa rozi bo'lmay Xitoy hukumatiga qasddan buzg'unchilik qilayotgan bunday harakat emas. Aslida Uyg'urlarniki haq huquqlari butunlay tortib olinib, nihoyat suiqasdlik bir siyosatniki qurboni bo'lgan bir millat ekanligini xalqaroga bildirishni nihoyat muhim deb bilgan. Haqiqatan shu Ilhom To'xtayniki shu vaqtdagi shu harakatlari bo'lmagan bo'lsa, bugünkidek, ya'ni xalqarodan Uyg'urlarniki asli tinchlik suyab, Uyg'urlardanmi qonun orqali, tinchlik orqali o'zining dafsand qilingan haq huquqlarini dunyoga bildira oladigan, o'zining nim bo'lganligini dunyoga bildira oladigan bir xalq ekanligini qabul qiladigan bir ahvollar yuz bermaydi deb o'ylayman. Meni Ilhom To'xtay bo'lgan tushuncham asosida shu bizning bugungi davoyimizda xalqaroning ko'proq bizga diqqat bo'lishi ham biz to'g'riliq izlanishlarga, ya'ni Ilhom To'xtayniki shu vaqtdagi shu tadqiqotlar nihoyat zo'r sabab bo'lgan, ham ta'sir ko'rsatgan desak bo'ladi. Men so'zdan bakcha so'zlab ketaman, men shuncha so'zlar aytganda boshqa ustozlar so'zsin. Rahmat, vaqtni to'liq foydalandingiz. Navbatdagi suhbatga shu suhbat qatnashganlar ichida birdan-bir Ilhom To'xtayniki o'quvchisi Anvar Erdem inimizni suhbat taklif qilsak, Anvar Erdem inimiz o'zi Yevropaga yangi kelgan bo'lsin, uzoq bo'lmadi-ku. Kelgili, ammo o'ziniki bir boshqa Uyg'urlarga nisbatan aytganda, men chig'imdimi bu Yevropaga kelganim 20 yilda ochdi, 5 yilgacha o'zimning ismini to'liq oshkorlab yurmagan. Abdulla bilan shu vaqtlarda Uyg'ur aziz deb sizlar xatolar qilishyapti-ku. Siz Beijing vaqtingizda. Demak, nihoyat alqishlashga arziydi. Chunki nurg'un Uyg'urlarimiz aq bilan qora farq bo'lg'uchi necha yil o'tib ketdi. Qisqasi, Anvar inimiz yaqinda nihoyat yaxshi Osiyo Uyg'ur bilan birlikda Hollandiya Uyg'ur inson haqlari fondini qurib, nihoyat jonliq faoliyatlarni olib beryapti. Bo'libmi, hozirgi jazo lagerlarini anglitishda ko'p tuhfa bilan qo'shyapti. Anvar inimizni shu Ilhom To'xtayning o'quvchisi bo'lib bilan shu ustozingiz haqida nimalarni bilasiz va hozir nimalarni o'ylayapsiz? Shu xalqimizdan bir fikrlaringizni o'rtoqlashgan bo'lsangiz.
Salam köpçülük, hammalarga rahmet. Meni bu suhbatga taklif qilgan Anvar akamga shundaqla so'z postlagan Aziz Esa akamizga rahmat. Men 2005-yildan 2010-yilgacha shu Markaziy Millatlar Universitetidagi Uyg'ur tili fakultetida o'qigan. Shu mezgilda naq shu Ilhom To'xmalovniki aktiv harakat qilayotgan vaqtlari Uyg'ur biz torbitiniki jonliq faoliyat qilayotgan vaqtlar bo'lib hisoblanadi. Shundaqla Ilhom To'xmalovniki siyosiy jihatdan qattiq ta'qib ostiga ilinish vaqtlari boshlangan mezgil bo'lib hisoblanadi. Bu mezgillarda bizningki maktabda 2006-yildan boshlab qurilgan shu paytlarda hamda maktabda ko'pincha o'quvchi bolalar ko'ratdik. Muallimningki nurg'un torbatga yozilgan maqolalarni o'qiydik. Bu maqolaning qatorida hatto ayni vaqtida bir İsrailiyalik bir Yahudi şu Türkiye'deki teşkilatlarının ahvallarını yazgan bir makale var ki ben onu okup şu Uygur bizde okuyan onunla. Şu Şarkı Türkistanlık, müstakillik diyen sözlerinin hepsi açıklamıştı. Battı Türkiye'deki bütün teşkilatlarının görünüşü, azık ahvali, münasebetler katarlıktan tatip battı. Keyinlerde şu 2008 yılları bizden vatanda bazı bir kısım merkezler bu vakit onun nispeten İlham To'xmalovna aitti. Aqlash bu siyosati bo'ldi. Shundan boshqa 2009-yildagi qirg'inchilikmi Ilhom To'xmalovni tutib, onun 40 kundan ortiq turmada yetib chiqdi, so'roq tutdi. Shu mezgillardan Ilhom To'xmalov texnik olqish berishdi. Ilhom To'xmalov o'zi garchi iqtisod fakultetidagi o'qituvchi bo'lsa, biz elaqa tanlab ixtiyoriy dars tanlay olamiz, shuncha qilib tanlab o'qiy olamiz. 200 dan ortiq sinf 200 dan ortiq o'qish qatnasha oladigan sinfga o'quvchi bolalar o'rindiq o'ltirib o'rin qolmay yana aqida nurg'un o'qish bolalar turib ketadi. Bizning maktabda emas, har qaysi maktablardan Bejondagi har qaysi oliy maktablarga kelgan Uyg'ur bolalar va boshqa millatning o'quvchi bolalar keladi. Shu qadar qizg'in olqishga erishgan muallimlar. Shundan bilan birga muallim shu munbarning ustida turib, nayt ochiqga qiladi. Xitoyningki shu sinfning o'zining ichida jasuslarning borligini, shu jasuslik rekord shu Xitoy hukumatiga o'zini saqchilarga chaqirgan bo'lsa-mu, yana qo'rqmay so'zlaydiganligini oshkora davratdi. Qo'rqmayman, qasanin chaqsanchaq, men qonun uchun so'z qilyapman, men qonuniy huquqimni talab qilyapman. Garchi zid bilan qaynab so'zlaydi, lekin batiliq bilan so'zlaydi. Shu qatorda ba'zi degan so'zlarni o'z huquqimdan anglagan, uning so'zlarining ba'zi keyincha Xitoy hukumatiga Ilhom Muallimni qallaydigan so'zlarga aylandi. Endi men bilgan narsalar bek jiq emas. Muallimga bir o'quvchi bo'lib 2 mavsumdek dars anglab sirtdan shu shuncha qilib holatda tanlagan dars qilib olgan bo'lsam-mu, o'zidan xizmatlarga bek jiq yordamli bo'lolmagan. O vaqtda men bek jiq oqqani farq etmaslikim va yoki ensirab qolgan bo'lishi mumkin o'zimdan. Keyin endi Gollandiyaga kelgandan keyin bu shu Hazır xizmat qilish fursati bo'ldi. Ilhom To'xmalovniki bir nechta maqolalarni tarjima qildim. Ham shundaqla Uyg'ur biz turbitiniki ko'tarilishlariga yordamlashyapti. Manzillarga o'xshash hamda kona pidakor aktivistlardan emas, ham bakchiq so'z qobiliyatim yo'q. Shunga biroz narsalarni o'zim muhim nuqtalarni tayyorlab olgan. Shuning asosan ozroq so'zlay dedim. Men so'zmoqchi bo'lgan tema balkim shu Asiya Abdullahat Asiya xonimga munosabat Asiya xonimniki so'zga temasiga munosabatroq chiqib qoldi ekan. So'zmoqchi bo'lgan temam asosiy Xitoyniki ikkinchi avlod siyosatininki o'tirib qo'yuvchilari va uning tashabbuslari va buning qarta Ilhom To'xmalovning o'zining yozgan maqolalari va uning qarta bergan raddiyalar to'g'ri to'xtalmoqchi. İlhom To'xmalov 2011-yili bir maqola yozib ekan. Buningda maqolaning temasi navbatdagi Xinjiang milliy masalasining ahvoli va fikrlar Xitoychisi Dangchen Xinjiang Minzu Wenti de Xinjiang Jianyi. Bu maqolada asosligi shu vaqtlarda qattiq avjilayotgan ikkinchi avlod siyosat, buniki o'tir qo'yuvchilaridan Tsinghua universitetiniki professori Tsinghua universitetiniki Devlet Ahvali İnstitutu'nunki müdiri Hu Engang ve onun okuyucusu şundaqla Birlik Siyasat Ministerliği'ninki 9. bölümü Şarkı Türkistan mesul Xitay Liu Xulianhe. Bu ikisi birleşip yazgan. Bu Xulianhe şu 2018-yili BDT'da Qaysar Abdukrim bilan birga turib yeni so'zgini shu. Aşkisi birleşip yazgan bir maqola var.
maqalaning temisi hozirgi zamon Xitoy milliy siyosat bu Maroniki. Onunki yazgan temisi darvilan tan ilgilash, millatlar sing'ish birlashish, davlat abadiy amalligini qo'llashga negizlik tadbirdir deb. Bu maqolani men Uyg'urcha bir qitim tarjima qildim. Asiya xonimlar men bir qitim Uyg'urcha tarjima qildim. Haqiqatan o'qib beqish tegishli masala. Chunki hozirgi Xitoyniki siyosati, Xi Jinpingning milliy siyosati dal shu takliflarni aniq ko'rinish qildi va uni texnik kuchaytirib amalga oshirib meng'atdi. Uni boshqa birisi bo'lsa Marong, ya'ni Beijing universitetininki cemiyatshunoslik professori, uningki yozgan maqolasining temasi bo'lsa hozirgi zamon Xitoy milliy siyosati to'g'risida qayta o'ylash. Bu ikkisi Xitoy milliy siyosatining ikkinchi avlod milliy siyosatini qattiq tashabbus qiluvchi. Endi ikkinchi milliy siyosat degan nima? Birinchi milliy siyosat nima deganda, birinchi milliy siyosat asosli qilmishi Xitoy Kompartiyasi Sovet Ittifoqini ulgu qilib, mustamlik rayonlardagi yerlik millatlarni, men yerlik, ya'ni buni Xitoylar buni asonlik millat deb olgan, amaliyotda asonlik millatdagi maqsad shu mustamlik rayonlardagi yerlik millatlarni ko'rsatganlik uchun men to'g'risi bo'yicha yerlik millat deb oldim. Yerlik millatlarni atalmış milliy avtonomiya orqali idora qilish siyosati bo'lib, kommunizm nuqtasiga asosan milliy masalalarni namratlikda kelib chiqqan qo'rsoq masalasi deb ko'rsatib, andan xalqning iqtisodiyotini bayqaysaqlar, qolgan masalalar hal bo'lib ketadi degan narsani kuchaydi. Ana shundan bilan birga u qonun ijodini, ya'ni zahiri ko'rinish jihatdan bo'lsa-mu, millatlarning til, madaniyat, an'ana, milliy alohidlikni saqlash, shundaqla milliy avtonomiya huquqini qo'g'dashni tashabbus qildi. Endi ikkinchi avlod millat siyosati bo'lsa, ya'ni Huangang va Marong, shuning bayam Chinjuan nima? Ismi nima ekanmizniki? Siz aytgan Rossiyada. Shularningki tashabbus qilgani bo'lsa, milliy ongni sustlashtirib, milliy farqlarni azaytib, millatlarning sing'ishish, birlashishini tiziltib, Junxo ulusini shakllantirish, har qanday shakldagi yerlik millatchilikni qattiq cheklab, davlatchilikni kuchlantirishni maqsad qildi. Endi ikkinchi avlod siyosatning asosiy tashabbusidan bo'lgan bu ishlarninki Maroningki bilan Xuliangangniki azroq yana 30 farq bor. Maroning tashabbus qilgani bo'lsa 56 millat demasdan Junxo millati deyish, 50 millatni bo'lsa, 56 millatni bo'lsa etnik guruh deb atash, ya'ni Zuchun deb atash. Buni tashabbus qilish bilan birga mustamlik rayonlarga yerlik millatlarni qartilgan avtonomiya huquqi, e'tibor siyosat va milliy farqlarning hammasini yo'qotishni tashabbus qildi. Lekin u Xitoy shovinizmini, ya'ni Xitoy cho'ngchilik, cho'ng millat ideologiyasini rad qildi. Huangangni tashabbus qilgani bo'lsa, popularizm, millatchilik, shovinizm va atalmış terrorlik qarshi turish asosida o'tirib chiqqan bo'lg'achqa, bu yoshirin fashistik ideyaga ega uniki. Uning radikal takliflari garchi Xitoy raisi Xi Jinping tomonidan ko'rinishda rad qilingan bo'lsa, lekin hozir ko'rib turibdiki, uningki Huangangniki o'tirib qo'ygan siyosatlari amaliyotda qattiq kuchab, haddan oshirilib, amallashtirilib meng'atdi. Hamda temiz qaytib kelsa, İlham Muallim shu 2011-yili yozgan u maqolasida shu Huangang va Maroningki takliflarga radiya bergan. Ochiq ismini atmagan bo'lsa, Maroningki ismi ochiq ataliq, lekin Huangangni atmagan bo'lsa, mumkinlik. İlham Muallim maqolasida Sharq Turkistondagi milliy masalalarga asos 9 nuqtadan mulohaza qildi. Ularning har birining hozirgi ahvoli, sababi, chorasi to'g'risida tanqid va taklif beribdi. Mazkur 9 nuqta bo'lsa yerlik millatlarning ishsizlik masalasi, qo'shtil ma'rifi, diniy oshqunlik, milliy ayrımchilik, yerlik millat kadrlari va ziyolilarga ishonchsizlik, Bington masalasi, hukumatning ijroat iqtidori va inovat masalasi, milliy avtonomiyalik rayon va davlatni parchalash qatorliqlari to'g'risida to'xtalibdi. İlham Muallimningki tashabbusi birinchi avlod milliy siyosatni haqiqiy turda izchillashtirishni beklab ta'kidlaydi. İlham Muallimning o'zining so'zini olsak, yerlik millatning umid qildig'ini haqiqiy milliy avtonomiya. Agar milliy avtonomiya bo'lmaydi ekan, undaqda ikkili xil tanlash bor degan gap. Biri avtonomiyani bekor qilib majburiy assimilyatsiya qilish, hozir Xitoyning qilayotmoqchi bo'lgani. Yana bir bo'lsa milliy mustaqillik. Ya'ni bizning qilmoqchi bo'lganimiz. Milliy avtonomiyani bekor qilish to'lim xatarlik. Davlatning butunligiga zahmat yetkazuvchi avtonomiya bo'lmasdan, balki avtonomiya huquqini yo'q qilib o'tish deb yozgan. Chunki Marong va Xulianganlarniki o'tirib qo'yayotgan narsasi, ular deydiki, bu Lenin va Stalinninki milliy siyosatdan biz saboq olishimiz kerak, chunki milliy birlik asosida qurilgan milliy avtonomik rayonlar yerlik millatlarni siyosiy ma'noga ega qilib, milliy rahbarlar yerlik millatlarniki menfaatini qo'g'daydigan vakillarga aylanib qolgan. Milliy sardorlar va milliy ziyolilar
millatchilik еңі burmalangan, bastırılgan, yoşurulgan bolğaç, sırtqı görünüşdə yuvaşlıq bilan birləşkən bolsunmu, biroq 1991-ci il Sovet İttifaqının ayrılmazlıq toğrusunda məsələn bir Rusiya, Qırğızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan qatarlıq məmləkətlərdə xalq yuqori avaz bilan Sovet İttifaqından ayrılmayımız degan bolsunmu, lekin milliy rəhbərlər, xalqның ziyalilari, milliy sərdarları bular xalqның rayını qo'ymay yalla mustaqillikni kuchayib tashviq qilgan va oxir xalqini mustaqillikqa, dövlətini mustaqillikqa erishtirgan. Bundan biz görə olayımız yani 100 yılın mabayında neymiş her 20 yılda degidek bir qitim Uygurlarımızdan, xalqımızdanki milli sərdarlarınki, milli rəhbərlərinki, ziyalilərinki, baylarınki və dini ulamalarınki qırğın qılınıyatqanlığı, tutub durmunu sunuyatqanlığının səbəbini bilərəyimiz. Hem şundaqla şu 2016-dan başlanğan lager məsələlərdə neymişqa şu xalqımızga dahi bola alaydigan adamlarninki ən beşidən tatib şu milli ziyalilərimiz, professorlarımız, doktorlarımız, dini ulamalarımızdaki lagerlar sonup yoqlanıyatqanlığının səbəbini bilərəyimiz. Anadan birgə yəni sizə bu komünizmin qarşıda məsələ açıqçılıq məsələsi, yəni namaratlık məsələsi olsa, bu da deyir ki 1993-cü ildə Çexoslovakiya degan bir dövlət başlanğan vaxtda iki dövlətin iqtisadi əməliyyatda təm, yəni iki rayon əsas bir dövlət, ikisinin iqtisadi məsələsi təm bolsunmu, yallan bölünüb ketgan. Bunun asaslı səbəbi dövlətin etiraf qilishi, yəni özünün şu iki dövlətini bir dəf etiraf qılmasının səbəbindən bolğan. Şunun oxşaş biz əgər bu milli avtonomiyani buları bəsək, bu hərgizmi məsələ bu milli avtonomiyani icra qılmagan məsələ olmasın, bəlkə yerlik millətlərinin Xitayni vətən deb etiraf qilish, etiraf qılmasıq məsələsi olğanlıq üçün biz uları bəsək bolmaydı deb barğan. Endi yana so'zlagan masalaning qatorida qo'sh til ma'rif to'g'risida Xitoy Huangang Xitoy tilini umumlashtirish, qo'sh tillik ma'rifni yaslidan tartib yo'l qo'yish, aralash o'qishni tashabbus qilgan. İlham ma'lum bo'lsa, qo'sh tillik ma'rifni emniyati yaktillik ma'rifga yuzilayotganligi, Uyg'urlar avtonomiya huquqi bilan o'zininki hukumat tili bo'lgan Uyg'ur tilini taraqqiy qildirish huquqiga ega ekanligi. Lekin shu Uyg'urlarning vatanida Uyghur tilini chetga qilayotganligi, Uyg'ur nashr afkorlari, Uyg'ur nashr buyumlari chetga qilayotganligi, cheklanayotganligini o'tirib qo'yib, agar bunday qilaversa, vatgan chog'da o'sha ona tilini qo'g'dash harakatlari qo'zg'alib, aks ta'sir paydo qiladi degan. Masalan, buning misolimiz Abdulla Muallim. Shu qatorda agar bundan menivaga vaqtda ham Uyg'urlar bilimsizlik ve bilimsizlik o'tirib chiqargan ishsizlik o'tirib chiqargan muqimsizlik paydo qilib davlatning bosh og'riq tugamaydi deb o'tirib qo'ygan. Diniy jihatdan Huangang atalmış uch xil kuch qalqin keltirib yerlik millatchilik ve diniy kuchlarni yiltizdan qovurib tashlashni aytgan bo'lsa-mu, ilhom ma'lum bo'lsa, ortiqcha diniy bostirishning o'rniga Turkiya, Malayziya, Dubayga o'xshash dindorlik bilan zamonaviylikni birlashtirgan misollarni ko'rsatib, bu diniy aşkınlıkın ölçümünü aniq qilish, diniy ibodat bilan milliy urf-odatni aralashtirib etmaslik, hemen bir tarafa haydamaslıq. Shundaqla xalqninki dinga bo'lgan tashnaligini qonunli yo'llar orqali qondirmagan chog'da ular qonunsiz yo'llar orqali oshkun ideyalarni Pokiston, Afg'onistonning ideyalarini chigizayotganligini aytgan. Bu to'g'risida 2014-yilda Aziz Kam yozgan bir maqolam bor. Shu o'xshash ko'z qarash chiqar ekan Aziz Kamniki. Ondan keyin Huangang ma'lumlar millatlar ara ro'shan holda yani mahalliy rayon farqini yo'qotib, aralashib o'rtaqlashish, nüfus ko'tiki tuzilmasini bekor qilib, butun mamlakat ara erkin ko'chish, shundaqla ko'chirilish qatorlarini tashabbus qilgan. Ammo ilhom ma'lum aralashib o'rtaqlashishni qabul qilgan bo'lsa-mu, buning asas qilmish shu bizning Uyg'ur vatani Sharq Turkiston ichida bo'lishni, ya'ni shimol shahar o'zaro bir qismi Janubdan shimolga yoki bo'lmasa sharqdan g'arbga manday ko'chishni qilgan, bu ekologiyasi, geografiyasi qat'iy o'xshamaydigan sharqdagi Iroq dengiz bo'ylariga ko'chirishni to'sgan. Shundan birga shu yosh emgakchilarni ichki o'lkalarga yo'tkash bakrak, undan shu shimoldagi emgak kuchini, ya'ni janubdagi emgak kuchini shimolga yo'tkashni tashabbus qilgan. Ya'ni yanada Uyg'urlarniki o'zining vatanidan ayrilmay, o'zining vatanida taraqqiy qilish, shunday egiligini, sanoatini taraqqiy qildirishni tashabbus qilgan. Asaslı o ikisindeki bir-birisiga raddiya bergan nuqta misha to'xtatdi. Undan boshqa bir qo'shib qo'ygan nuqtalar ham Huangang va Marongni tashabbus qilgan narsalarimizda aralashib to'y qilishni qo'g'dash, ta'kidlash, planlash
hamda planlıq tug'utdagi yerlik millatlarga berilgan ilk siyosatni butunlay yo'q bo'lishini tashabbus qilgan bular. Buning natijasida ham ko'ryapmiz, burunda ham batdi. Bu yozilgan maqoladagi 60-70 bir narsani men shu 10-15 qur bir narsalarga mushuncha yig'inchoqladim. Hamda oxiridagi so'zim Ilhom To'xti muallimning umrvoyat turmada yetishiga sabab bo'lgan buni so'zi bilan so'zimni oxirlashtiraman. O'zining so'zi bilan Şinjan sen Xitoylarningmi? Oldi bilan biz Uyg'urlarning, biz O'rta Osiyoliklarning. Men Jungolik emas, chunki men Uyg'ur. Bizning faxrimiz Sutuq Burxon degan. Rahmat. Rahmat Anvar. Men shu bayroqqa to'g'andim sizga dal vaqtida 1 sekundni bo'sh o'tkazmadingiz, dal 15 minutda so'zladingiz. Nihoyat jallar rahmat. Nihoyat yaxshi atrofliq so'zladingiz. Navbatda vaqtimiz bir yak bor. Navbatda biz shu Avstraliyadagi falsafa fanlari doktori men tüm ala mikrofonu itibdi. Men etishni talab qildim hozir. Ama ovozni echayotgan bo'lsa, rahmat. Navbatda biz shu Avstraliyadagi shu falsafa fanlari doktori sobiq Uyg'ur qurultayining raisi va navbatda shu Avstraliyadagi shu falsafa fanlari doktori voy nima ovoz chiqyaptimi o'zimga ekran ovoz chiqyapmi nima o'chiryapti nima ovoz chiqyaptimi ovoz nereden kelyapti ekran etmekte ovoz chiqib o'xshaydi ekran ovoz chiqyapmi nima o'chiryapti nima ovoz nereden kelyapti Ezga sürücü bana kaç tarafına ikili. Vatı da var. Nem tügüde. Tügüde var. Avaz kayıt kemme yatıdı var da. İko eksada yok. Şu Memtimin Ela Efendim'le, Doktor Memtimin Ela Efendim'le şu özniki Uygur cemiyeti bulup mu Uygurlarniki milli ruhi zamanımızdaki kurash ideyasi bu sohalarda ko'p tadqiqotlarni olib borgan o'zimni nihoyat muhim xizmatlarda bo'lgan sobiq dunyo uyg'ur qurultayining muavir raisi va Avstraliya uyg'ur jamiyatiniki raisi bo'lib xizmatlarni ishlagan xalqimiz ko'p xizmatlar qilgan bugun Mamtibin efendimning bu suhbatga qatnashganidan so'yindik shu Mamtibin efendim shu Ilhom To'xti masalasiga Ilhom To'xtiniki xizmatlarga ideyasiga Uyg'ur xalqi bo'lish sifatimiz bilan biz qanday varislik qilamiz va qanday xizmatlarni qilamiz Ilhom To'xtin bizga bugungi Uyg'ur kirisiga bergan fursatlar qanchalik biz nimalarni so'zlaymiz biz nima qanday harakatlarni olib boramiz shu haqda Mamtun Ela apandi o'ziniki fikrlarini xalqimiz bilan o'rtoqlashsa rahmat aziz rahmat oldi bilan men mening shu Ilhom To'xtininki kesilganligininki 6 yillik bo'lgan bugungi kunda Ilhom To'xtini xotirlash va Ilhom To'xtininki zamonimizdagi shu faoliyatlarning zamonimizdagi ahamiyati to'g'risida qisqacha bir mulohaza berishga bag'ishlangan bu so'rovni taklif qilganlikka rahmat aytaman. Oldi bilan shuni deyki, eng oxirgi so'zligich bo'lish sifatim bilan hamda eng oxirgi so'zligichda oldingi so'zligichlarningki nimalarni deganligi va nimalarni demaganligi, nimalarni yaxshi deganligi va nimalarni yaxshi deganmaganligi haqida bir qadar yaxshiroq tushuntirildi ekan. Bu fursatni qo'ldan berib men oldinda qarindoshlarimizning so'zlagan so'zlariga qaytilishim bilan bir vaqtda ularningki demagan yoki mening nazarimda to'liq demagan ba'zi nuqtalarini qisqacha to'liqlab o'tib ketaman. Men faqat to'liqlovchi rol o'ynayman xolos. Oldi bilan men Ilhom To'xtini shaxs sifatida tanishman. Uning bilan yaqin munosabatli bo'lgan. Men 1983-yili o'rta maktabga chiqqan vaqtimda, to'liqsiz maktabga chiqqan vaqtimda Ilhom To'xtininki sinf mas'uli, bizga sinf mas'uli bo'lgan. Shu vaqtda Ilhom To'xtininki bizga ish izlarini so'zlab berib, bizning qalbimizda ilhomdan iborat
bir shaxsga nisbatan g'oyibi bir intilishni shakllantirgan. Ya'ni ilhomninki intayin aqlliligi, chabdasligi, ijtimoiy faoliyatligi nihoyatda yaxshi olib bora oladiganligi, nurg'ulg'an faoliyatlarni o'rlashtirganligi qatorliq fazilatlarni, xislatlarni va ortiqchilikni biz jiqtab bergan. Ama men İlham To'xtov bilan taki 1999 yılı ben chet elga chiqib ketishdan ilgari men Beijingda viza kutishlar jarayonida bir 4-5 oy turib ketgan vaqtimda bir yaqin bo'ldim. Bu vaqtda men İlham To'xtovni nihoyat cho'nqur tushungan. Endi oldi bilan biz nurg'un narsalar deyildi. Bir nuqtani aniqlash kerakki, ilhom yashagan bir sharoit, u ichkirning sharoiti. Yoki Uyg'ur desek, Kouli deymiz yoki Beijingda. Beijingning sharoitida ilhom bilan ikkimizningki başdan kechirgan bunda bir o'rtaq bir nimamiz bor, tajribamiz bor. Ya'ni Uyg'urlar cheksiz xo'rlanish, haqoratlanish bir davrni beshdan kechirayotgan bir shahar bo'lgan. Ya'ni biz ilhom bilan nurg'un qitim nurg'un ishlarni birga bajardik. Mushning hammasida asosan ikkimiz kamsitilgan Beijingda. Xabaringda bor 1980-yili, 86-yili, 87-yili Xitoyninki dangliq qiziqchisi, atalmış qiziqchisi Chempeysinninki Uyg'urlarni zangli qilib kavabchi degandan tortib taki 1999 yılı bo'lgan 10 yıl mobaynida Uyg'urlarninki ichkirdagi jumladan Beijingdagi obrazi ig'ir darajada tushgan bir mezgil ekan. Shu vaqtning o'zida ilhomninki nurg'un qitim ishiga tinganligini ham nurg'un qitim nurg'un ishni qilish o'yining borligini men his qilgan. Ammo u vaqtning o'zida nurg'un sharoit bo'lmagan. Ammo shu vaqtning o'zida men bir narsa his qilgan. Ya'ni ilhom Xitoyning bexatarlik idorasininki 24 soatlik kuzatish ostidagi bir insonlikni men his qilgan shu chog'da. Telefonlarninki Xitoyninki jamoat bexatarlik idorasida anglayotganligini men o'z ko'zim bilan ko'rgan ham shohid bo'lgan. Mushundaq bir qiyin sharoitning o'zida ilhom qandaq qiygan vaqtida Uyg'urlarninki shu ichkirdagi shu obrazininki teqidimmi Xitoyning nazaridagi teqidimmi nacharlashish va salbiylashishninki oldini olish haqida ko'p o'ylangan. Shuning uchun xuddi ba'zilar Ilham To'xtovni ba'zi chet elliklar va Uyg'ur faoliyatchilar va yozarmanlar degandek Ilham To'xtov Uyg'ur xalqi bilan Xitoy xalqi o'ttirsidagi bir ko'rik deyilgan vaqtida ilhom bu ko'rikninki nimadan derak berganligini eng cho'nqur tushunadi. Ya'ni bu ko'rik deyilsa masalan men buni ketib ketmayman, ammo deyilgan vaqtda ilhom o'ziniki Uyg'urlarninki ichkirdagi shu obraz oldi bilan yaxshilash haqida ko'p tushgan. Keyin uninki Uyg'ur biz degan to'rni qurishi, keyin Uyg'urlarning butun Uyg'urlar, ya'ni dunyodagi jumladan Sharq Turkistondagi Uyg'urlarninki qonuniy haq huquqlari to'g'risida to'xtalishimi, dal Uyg'urlarninki o'ziga erishishga tegishli huquqlarini qo'g'dash. Bu ko'p deyildi, men takrorlamay. Shundan bir vaqtda ichkirdagi Uyg'urlarning huquqi hem ularninki obrazininki burumlanib ketmasligining oldini olish. Endi bir narsani ketib qo'yay. Beijing Ilham To'xtovninki Beijingdagi hayoti intayin tanholikka to'lgan bir hayot. U Beijingdagi bir tanho bir bo'ri edi. Men uninki maktabidagi bo'lsin yoki boshqa yerdagi bo'lsin nurg'ulg'an Uyg'ur ziyolilari va Uyg'ur do'stlar, birodarlardan birga ko'rishgan. Ama men nurg'un jihatlarda ilhomninki o'zininki ideyasini ashlarga tushundiramay rallolab ketganligini chiqatim shohid bo'lganman. Ya'ni ilhom ashada o'zi tek yolg'iz burishib qarmay, yana ashada vataniga, millatiga bo'lgan g'oyat zo'r bir burch tuyg'usi bilan hech kim buni tushunmagan, yolg'iz qoldigan, hattoki buni chatlashtirib hatta chiqib ashunda qilgan ahvol aslidimi hech zaman yo'lidan qaytmagan. Bu meningki birinchi deydigan gapim. Ikkinchisi Ilham To'xtovni bu mening gapim emas, chet eldagi nurg'unlagan bu nimalar tadqiqotchilar yo muxbirlar Ilham To'xtovni Mandelaga o'qishdi. Ilham To'xtovni men Mandelaga o'qishtirishni men haqiqatan to'g'ri o'qitish deb qarayman. Ayni vaqtda Mandelami Janubiy Afrikadagi irqiy ayrimchilik siyosatidan qartalliklarninki huquq ig'ir darajada dafsanda bo'lganligiga qarshi chiqish orqali aqlarninki shu vaqtda zo'ravonligida ayblagan. O'zi tek yolg'iz qilishib qarmay, necha 10 yil turmlarda yetishib qarmay, hech zaman o'zininki shu e'tiqodidan yanmay, hatto u to'polonchi, o'g'ri, bulangchi, hatto terrorist deb atalsimi, eng oxirsida o'zininki insonninki eng chutki huquqi, ya'ni insonninki g'ururininki boshqa huquq o'tirib tursin, men boshqa huquqlar desa yojiq kelib chiqadi. Inson g'ururlik bir jonliq bu.
dünyadaki insanın gururu en büyük, insanın en büyük kıldığın narsa. Bu daxil uçurga vaqtda insanın başka hukuklarından söz etiş mümkün emas. Mana bu insanın gururunun depsençik uçuruşuna en qattiq qarşılıqçı Nelson Mandela. Ahirisi o g'alaba qilib, irqiy ayrımçılık siyasetini tügetti. Hatta o terörçü degan qalpaqni çörüp tashlab, erkinlik jangchisi degan mengülik bir ataqqa nail oldu. Hem de İlham To'xti meyli Xitoy nima desin, bizning nazarimizda İlham To'xti Uyg'urlarning vijdonini so'zligichi, hem Uyg'urlarningki vijdoni bo'g'ichi, hem shuning sohibi. Vatandagi men birdan-bir deyamsanmi, eng oldidagi bir sohiblarining birisi deyishga tamoman haqliman. Bu mendan u xuddi Mandela kabi erkinlik jangchisidir. Uyg'urlarning erkinlik uchun kurash qildi. Hamda nima kurash qildi? Xitoyningki shu qonun tuzumlari ostida Uyg'urlarningki shu aslida berilgan avtonomiyaga haq huquqlar bo'yicha kurash qildi. Yani bu nokta kelimayman. Üçüncü noktam qonuniy yo'llar bilan Uyg'urlarning masalasini bartaraf qilish yoki hal qilish. Mana hozir biz Sharq Turkiston sürgün hukumati Dünya Uyg'ur qurultayiningki Xitoylarningki Uyg'urlarga yurgizayotgan mana bu qat'iyamini xalqaro sotlar orqali, mayli rayonlik yoki davlat sotlar bo'lsin, mayli xalqaroliq jinoiy ishlar soti bo'lsin, mushunga chiqishga kuchayotgan nihoyatda bir jiddiy bir vaziyatga shohid bo'lyapmiz. Mayli biz uni qancha qo'llaydi bu harakatlarning hammasi o'tirib tursin. Ammo bularning qiyg'ini bilan İlham To'xtining qiyg'ini o'rtasida eng oxirida moyat jihatda ko'p farq yo'q. Garchi ba'zi bir farqlar bo'lsak, xalqaro qonun butkul insoniyatningki haq huquqlarini chiqish qilgan, uningki bütün dünyadaki en adaletninki en cevherleri özgü yığınçaqlaş orqali Cenve Ahdnaməsinin royunu izchillashtirsa mu, ama en ağısı yana o bizdinki ana şu yol bilan menib Uyg'urlarningki qat'iyamga uçuşlu xalqarалық sot orqali menishimizga bir fursatdan ta'minlaydi. Shuning o'xshash İlham To'xtiningki o'ziga berilgan cheklik doir ichida Xitoyningki qonuniy yo'llar orqali Xitoyning o'zini javobgarlikqa tortish, Xitoyning o'zininki bergan va'dalarida turish, turmaydiganligini bilibdi. Abay bu to'g'ri jiqyapti bo'ldi. O Xitoyningki u va'dasi turmaydiganligi Xitoyni intan cho'nqir tushunadigan bir ziyoli. O'ylab boshqalar degandek soddalik qilib ubuqlayotgan bu nuqtani takrorlandi bu nuqta. Demak, bizningki hozir xalqaroga bu Uyg'ur qat'iyamini chiqishimizda qonuniy yo'llar chiqishida İlham To'xtiningki Xitoyning ishi turib buni qonuniy yo'llar orqali Uyg'urlarningki haq huquqini qo'lga keltirish o'tirsida cho'ng farq yo'q. Faqat biz chet elda buni chiqsak İlham To'xti o'xshash jazolanmaymiz. Aksicha xalqimiz tarafidan ulug' bir ishni qilayotganda ta'riflaymiz. Ammo İlham To'xti oyada ana shu qiyin sharoitda Xitoyningki va'dasi turishini qisqarganlik uchun uningki shu vijdoni bo'lmagan bir millatni kichikgina bo'lsin o'zining va'dasida turishdan iborat bir vijdoniy burchga zo'rlaganlik uchun mana og'ir kunga qoldi. O maqsadni ko'ryapti. Shuning uchun İlham To'xti bizningki bu ishni qonuniy yo'llar orqali bartaraf qilishimizga g'oyat zo'r bir yo'l ochuvchi deyishga bo'ladi. Endi to'rtinchisi İlham To'xtining qilgan ishlari intayin jiqini ko'p deyilib ketdi. Men uni demay, bu yerda muntaq bir intayin ochiqlik bir ish bor. İlham To'xtiningki Xitoyning ko'ziga qattiq qadilishiningki bir muhim sabablarining birisi 2009-yil 5-iyul qirg'inchiligi bo'lgandan keyin İlham To'xti bu qirg'inchilikqa qarata Germaniyadagi dangliq radio shirkati bo'lgan Deutsche Welle degan bir nim bor. DW deyildi inglizcha. Moshunga bergan bir nemisda bir intervyusda yani mundaq bir gapni degan. Ilgari Xitoy xalqi bilan Uyg'ur xalqi o'rtasida nurg'ulgan surkilishlar, talash tortishlar bo'ladi. Lekin bu hech zaman ikki millat o'rtasidagi o'zaro o'chmanlik taraqqiy qilmagan. Ammo Xitoy Kommunist Partiyasininki bu qitimliq bu 5-iyul voqeasini bartaraf qilishi dal ikki millat o'rtasidagi o'zaro o'chmanlikka yo'l ochdi. Xitoy hukumati mustamlikchi bir hukumat sifatida emas, balki mustamlik hukumat sifatida bu o'chmanlikni ulg'aytmasdan, balki buni kontrol qilish orqali bu ikki millat o'rtasidagi o'chmanlikni texdim avjida bu xildagi tragediyalarni texdim ko'p yuz berish oldin etish kerak degan bir gapni qiladi. Bu gapning o'zi Xitoyningki qulqiga hargiz yoqmaydi. Shuningdan Xitoy Nurbekrini soladi. Almanglarni esingda bor, shu chaqda İlham To'xti bilan Nurbekni o'rtasida nayt nurg'ulgan bir og'zaki urushlar bo'ldi. İlham To'xti hech zaman Nurbekridan
qo'rqab qolmaydi. Balki Nurbekirni Uyg'urlarninki reis deb qaraldi ekan. Vel uni qancha qo'rchoq bo'lishdan qat'iy nazar, u biladi uni qo'rchoqligini. Uyg'urlarning manfaatiga sahip chiqishni, Uyg'urlarning manfaatini qo'g'dishni talab qiladi. Qaranglar, bu yerda ikki obrazninki nemasi bor. Har ikkisi Xitoyninki eng og'ir Xitoyning ziyonkashlik kuchidir. Birisi Nurbekir qo'rchoq atalmış Şinjan Uyghur Abnum Rayı'nın aynı vakitteki reisiydi. O 5. iyul qirg'inchilikni bosuvchilarning birisi ham uningdan keyin bu haqdagi har qanday tanqid va har qanday tadqiqotning hammasini bosuvchilarning birisi edi. İlhamchi degan vaqtda İlham Uyg'urlarningki bir ziyolist vosita bilan o'zininki ayni vaqtdagi g'oyat zo'r Uyg'urlarningki taqdiriga g'oyat zo'r burilish olib kelishi mumkin bo'lgan shu qirg'inchilikqa qarata o'zining fikrini ma qo'rchoqqa va mush qo'rchoqsima nurg'ilgan odamlarga ochiq oshkora mardonlik bilan deydi. Ammo buning uchun u ig'ir badal to'laydi. 2009-yil shuningdan keyin Ilham To'xtining bo'lgan ta'qiqlash ham oshidi. Biz Xitoyninki Ilham To'xtininki shu chaqiriqiga quloq solmasligidan nimani ko'rdik degan vaqtimizda biz Xitoyninki bu ikki millat o'tirisidagi o'chmanlikni pasaytish emas, balki uni texnidan ulg'aytib Xitoylarninki Uyg'ur qirg'inchiligini qabul qilishi, uni qo'llashi, hatto uning uchun bevosita qatnashishlik jasoratga ega kelishda Xitoy kommunistlarininki naqadar razil o'yinlarni o'ynaganligini ko'ra olamiz. Demak, Ilham To'xtininki ayni vaqtdagi Xitoylar tarafidan qattiq rejimga ilinishi amaliyotda Xitoylarninki Uyg'ur qirg'inchilik uchun allburun yo'lni sap bo'lganligi va uning uchun nurg'ulg'an besh tegish ko'rgan nurg'ulg'an zo'r qadamlarni besib, eng oxiri 2016-yilda tortib Uyg'ur qat'iyamini boshlaganligini ko'radi. Demak, Ilham To'xtining ayni vaqtdagi, ash vaqtdagi bizga bo'lgan tajribasi va taqdiri bizga Xitoyninki g'oyat zo'r qo'rqinchli bu qat'iyamini oldin ola bizga shu vaqtning o'zida bizga bishoratlarni bergan. Mening gapim tugadi. Rahmat, Mamtimin, nihoyat yaxshi so'zladingiz. Bu suhbat üstüldeki biz sözlemigen, yani qilib qolgan nuqtalarni siz o'tirib qo'ydingiz. Hakikaten İlham To'xti apandi yaşagan vaqtlar nihoyat muhim. Yani Uyg'urlarniki siyosiy vaziyati, Uyg'ur jamiyati va Xitoy siyosatininki nihoyat burilayotgan bir mezgillarga to'g'ri keladi. Shundoq esimizda bor. 22 may Ürümçi'de Xalq Partisining yendiki bir etkinlik bazaniki partilishi va shu vaqtlar Xi Jinpingninki Qashqarga berishi va Ürümçi poyezd stansiyasida voqea yuz berishi degandek muhim bir narsani aytdingiz. Shu vaqtning o'zida radio Erkin Osiyo radiosidami bir xabar berilgan, ya'ni Ilham To'xti apandi Nurbekirni layoqatsiz rahbar deb ochiq tanqid qilgan. Demak, sizning bu bayonlaringiz keyingi davomini shu vaqtlardagi ahvollarni munosabatniki har ikkalisi masalan birisi Xitoy hukumat tarafidan bekitilgan qo'rchoq rais Ilham To'xti apandi bir kasbiy xodim, akademik. İkisi millet Uyg'ur bo'lsa-mu, ular ikkisini tutgan maydoni, shu vaqtda bo'lgan inkasi, bu vaqtda nurg'un tanishlar bo'ldi. Qisqasi bu odamda Ilham To'xti apandiniki shu milliy siyosat, Xitoy qonuni ichida Uyg'urlarniki huquq tangbirar huquqiga erishish, annar inimizm tapıtı, Abdülim tapıtı, Asiyamiz nayt yaxshi ezishat etrafliq bayonlarni o'tirib qo'ydik. Endi qisqacha mashada bir savol javob bir sahifamiz bordi. Savol javob sahifamizni o'zimizdan davomlashtiraylik. Bu bir savol tug'ilyapti hozir. Qisqasi. Biz undaqda Ilham To'xti nurg'un xizmatlarni olib beribdi. Xitoy o'zilgiselardir endi u irqiy qirg'inchilik siyosatini yurgizayotdi uch-oshkora. Mayli u qanday shaklda e'itsin, dunyoni qanday shaklda aldısin, aldayanmaydi. Chunki fakt hammaga ayon, dal faktlar. Endi Ilham To'xtiniki shu ideyasini, ya'ni buni tarqatgan ideyasi, roli nima? Xalqimizga qandaq umidlarni, qandaq nishonlarni olib bera oladi. İkinci bir savol, Ilham To'xtini qutuldirib chiqish uchun biz
qanday xizmatlarni qilishimiz kerak? Biz Uyg'ur jamiyatiga bo'ch etgan vaqtda Uyg'ur ziyolilari xalqimiz bu sohalarda qanday xizmatlarni qilish kerak? Bu haqda xolis qaysimiz xohlasak, o'sha bir qisqacha bir xulosa shaklida bir ikki og'iz fikr bayon qilsak. Vaqti 2 minut eshib ketmasin, 3 minut olsun bo'ladi. Bo'ldi, men başlayayım unda bo'lsa. Men başlay. Evet. Oldi bilan İlham To'xtininki xalqimizga qoldirib ketgan, ya'ni bizga qoldirib ketgan demayli, bizga tashabbus qilgan nuqtalari nihoyatda ko'p. Buning men abayim deb o'tgandek yoshlarga yetkazganlari, tashabbus qilganlari bu vaqt to'xtaldik. Menimcha İlham To'xtininki bu muajiratdagi Uyg'urlarga, ya'ni buni avomga, xalqimizga, muajiratdagi qarindoshlarimiz desak, İlham To'xti Beyjingda shirkat qurib boy bo'lgan odam. İlham To'xtining Beyjingda shirkati bor edi. Boyda İlham To'xti. İlham To'xti qo'shti savdosi qilgan. Bu qo'shti savdogari boy odam edi. İlham To'xti oliy maktabning professori edi. İlham To'xtida pul desimi bor edi, fursat desimi bor edi. Ham İlham To'xti ayni vaqtda Markaziy partiya maktabiga ders o'tishga taklif qilingan. Ya'ni Markaziy partiya maktabida Uyg'ur rahbarlar ashiyada o'qiydi. O'qib, ular bizning vatanimizga qaytgandan keyin muhim o'rinlarda ishidi, o'sidi va ishlaydi. İlham To'xti ashlar bilan tanishgan, ham İlham To'xti shu orqali kuch hosil qila oladi, vatandagi har qanday ishni qila oladi. Ya'ni İlham To'xtining kechkini oilasi, bolalarininki ko'z yoshlari emas. Onun keşkin yana hukuk, pulninki, tamasi, menfaatninki qiziqtirishi. Bularning hammasidan kechadigan. Endi biz muajiratdagi qarindoshlarımizga, bizning saboqdoshlarimizga, do'stlarimizga mushu vaqtcha İlham To'xti bilan 30 yil birga ishlagan xizmatdoshlarga chet el turayotgan murojaatimiz shuki, İlham To'xtining nima qoldirib ketganligini, nima tashabbus qilganligini siz eng yaxshi bilasizlar. İlham To'xtining do'sti edingiz, birga tamoq yegan, birga to'y-to'ykunga borgan, birga namozga borgan. Xudoyim sizga bir ovoz bersin, İlham To'xti haqida texim yaxshi so'zni siz qila olasizlar. Qadrli ustoz, qadrli do'st, qadrli saboqdosh, biz birga Uyg'ur anjumanini qilgan, biz birga İlham To'xtining leksiyalarini anglagan, İlham To'xti bilan biz tam Uyg'ur bolalarninki manfaatini qo'digan, manfaat uchun Beyjingda kurash qilgan. Shu ustozlarning, shu saboqdoshlarning İlham To'xti haqida, o'zining ota-onasi haqida, vatandagi minglagan ota-onalar haqida ovozini chiqarishini umid qilaman. Bu İlham To'xtining bizga demoqchi bo'lgan eng cho'ng gapiti, eng muhim gapiti. Ya'ni nima? O'zingga ega bo'l, o'zingning g'ururingga ega bo'l, o'zingning madaniyatingga ega bo'l. En ahirki halaketlik bu basqışda o'rnidan tur demoqchi, menimcha. Shu mushni tashabbus qilgan, mushni bizga qoldirib ketgan deb qarayman. Ikkinchisi, İlham To'xti haqida nimalarni qilamiz desa, İlham To'xti haqida qiladigan ish birisi bir kitob yozib chiqish kerak İlham To'xti haqida. İlham To'xti haqida kitob bir inglizcha kitob yozildi, Qiz Jahar İlham tarafidan. Bu kitob bor. Ondan başqa bir İlham To'xti haqida bir akademik, ilmiy, bir tarjimal, biografiya xarakterlik bir kitob yozib, İlham To'xti haqidagi har qanday bir savollarga javob bera oladigan, har qanday tadqiqotchininki ko'z oldida foydali material bo'la oladigan bir kitob yozib chiqishimiz kerak. Buni bir plan qilish kerak. Ondan yana birisi İlham To'xtininki iddisi bilan munosabatlik barliq maqolalarni İlham To'xti qilgan, yozgan, so'zlagan barliq maqolalarni to'plab chiqib, buni bir ayrim kitob qilishimiz kerak. Birisi İlham To'xti haqida bir kitob, İlham To'xtiga bag'ishlangan bir biografiya kitob. Ikkinchisi İlham To'xtiningki maqolalar to'plami. Ya'ni maqolalar, nutqlar va boshqa xalqaro matbuotlar bergan bayonlar, bularni to'plab, buni bir kitob qilib chiqishimiz kerak. Üçüncüsü
İlham To'xta haqida mushu vaqtgacha berilgan mukofotlarning va e'lon qilgan maqolalarninki bir to'plamini qilib chiqishimiz kerak. Mushu 3 ishni biz qila olamiz, ham qilib chiqsak ham yaxshi bo'ladi deb qarayman. Rahmat. Qani erkin qaysinglar Menday. Xalsanlar albatta. Vaqtimiz 3 minutimiz eng yuqori chek 5 minut, 5 minut ishib ketdi. Bo'ldi, rahmat. Menimcha Ilhom To'xta muallim bizga Uyg'urlarga bo'libmi? Uyg'urlar bir mustamlik ostidagi bir Xitoy mustamlikasi ostidagi bir millat bo'lib qolmay, ya'ni dunyodagi, butkul dunyodagi insoniyat jamiyatining bir a'zosi. Bu yerda bizningki haqlarimiz mustamlika qilinuvchi bo'lish sifatimizda Xitoy hokimiyatininki tajovuzchiligi, zulmi, zo'ravonligiga uchrarsakmi, bu yerda bu jahonning egasi bor. Biz o'zimizning ovozini dunyo tushunadigan til bilan dunyoga bildirishimiz kerak. Ilhom To'xta dal shuni qildi. Chunki Xitoy bizni dunyoga terrorchi ko'rsatgan, Xitoyning ichidagi Xitoy xalqining o'ziga bizni eng qaloq terrorchi degandek bizning butkul obrazimizni buzib qo'ygan Xitoy. Xitoy xalqi bizniki Uyg'urlarni tushunmaydi asosiyatdan. Ishkirdagi Xitoylar, mana ishkirda hali uzun yil turgan Xitoylar asosiyatdan Uyg'urlarni undaqdagi inchga tushunib ketmaydi. Tadqiqotchilari yoki Uyg'ur masalasiga qiziqadiganlar yoki bizning vatanda turgan Xitoylardan boshqalar. Bu yerda tushunmagan ayfalasida Xitoyning tashviqot orqali bizni taniydi ham bizga baho berdi. Lekin Ilhom To'xta afandim bizningki qarshiliklarimizningki bizning ovozimizning nima uchun chiqayotganligi, nima uchun norozi bo'layotganligimiz Xitoy hokimiyati ostida yashashga nima uchun norozi ekanligimizni yo'lliq sabablarimiz bilan dunyoga anglitishimizningki qutulishning birdan bir yo'li ekanligini bizga tushuntirdi. Ham bizning mushtaq yo'lda minishimizningki keyingi nijotga yetish, ya'ni hozirgi zulmlardan qutulishda intayin muhim ekanligini bizga isbotlab berdi desak bo'ldi. Men shunday qarayman. Endi Ilhom To'xta apandim to'g'riliq nimalarni qilish kerak? Ilhom To'xta apandim haqiqatan butkul o'zining hayoti, bolalari, butkul barlig'ini Uyg'ur xalqininki erkinlik, hurlik uchun atagan edim. Bu yerda boya oldim, men burun olib boqmab ekanman. Ilhom To'xta apandim Xitoyning siyosatiga oldinib qoldi degan inkoslar bor ekan. Bu nayt kulkilik bir ahvol. Bunda qarashlarni endi men to'g'ri tushunaman, chunki nurg'un odamlar Xitoyni tushunishgan. Xitoy bilan biz 70 yil birga yashagan bo'lsakmi, bu bizniki dushmanimiz bo'lsa-mi, mushundaq bir dushmanniki ostida nima uchun yashab qoldik? Biz nima uchun mushning mustamlikasi ostida yashaymiz? Butkul dunyo ozod bo'lgan vaqtida dunyo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qurilib, milliy mustaqillik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan xalqaro qonun tuzilib, qo'g'dalgan, kapolatga ega qilinayotgan ashunaq bir davrlarda biz ikki qatim jumhuriyat qurgan bir millat sifatimizda nima uchun davlatimizdan ayrilib qoldik? Nima uchun bir Xitoyning mustamlikasi ostida yashaymiz? Ham mushu 70 yil mushtaq zulm chekimiz, ham oqibatda bugungidek irqiy qirg'inchilikqa duch kelamiz degan nuqtada qo'yilishimiz kerak. Chunki biz Xitoyni tushunmaymiz. Men Michael Pillsbury'niki 100 yillik marafon degan kitobini o'qib vaqtimda haqiqatan bizningki shu Xitoydek bir ashaddiy bir dushmanni bizni butunlay yo'qotishni maqsad qilib biz bilan birga yashagan shunaq bir tajovuzchi bir dushmanni biz nima uchun tushunishga bir vaqt sarf qilmadik, bir fursat chiqarmadik shunga. Amerikadagi Michael Pillsbury Xitoy tadqiqotchisi shu kishiniki kitobini mumkin bo'lsa ham Uyg'urlar o'qib bo'ldi. Qanchalik darajada tushundi Xitoyni. Lekin bu tushunish nayti keyin keldi. Keyin kelgan bo'lsa-mu, lekin Amerika bugun uyg'ondi. Bizmi shunday uyg'onishimiz kerak. Xitoy bizning dushmanimiz, ham Xitoyni yengish uchun, Xitoydan qutulish uchun Xitoyni tushunishimiz kerak. Xitoyni tushunmasak, dushmanni tushunmaymiz. Qanday buni taqobil qila olamiz? Mana bu vaqtlarda shu unda xato tushunishlar bilan biz to'g'ri yo'lga ming qilamiz. Biz to'g'ri yo'lni minishimiz kerak. Xalqaro qabul qilgan usulda, dunyo qabul qilgan, insonlar qabul qila oladigan usul bilan insonlik nuqtasi turib o'zimizningki haq-huquqlarimizni tajovuz qilingan haq-huquqlarimizni talab qilishimiz kerak. Qaytarib elishimiz kerak. Ilhom To'xta masalasimi? Ya'ni shundaq bizga nima bo'ldi, nima ish bo'lgandi? Bu narsani to'g'ri tushuntirish bilan Ilhom To'xtani qutuldirishning qadamlari besiladi menimcha. Biz Ilhom To'xta ustozimizni
o'ta hayat o'lib ketgani yo'q. Liu Xiaoboni o'ldirib etdi Xitoylar. Lekin Ilhom To'xtati hayat. Uni qutuldirgan bizniki mas'uliyatimiz. Biz bu qadar mashimiz kerak. Dunyoning kuchi bilan. Yalnız İlham To'xta efendimni emas, balki lagerlarda yetayotgan milyon xalqimizni va bütün Uyg'urlarni bu zulmdan, bu zulmatlik, qora zulmatliklardan qutuldirish uchun tirishishimiz kerak. Yana bir nuqtani qo'shib qo'yay, kechiringlar. Lager masalasi to'g'riliq men balki uzun izlandim. Lager masalasi 2016 chiqqan masala emas. Bu masalaniki lagerlar masalasini qurib, Uyg'urlarni shu joyjon qadaydi. Tarbiyalash, kasbiy tarbiyalash bilan o'zgartirish. Bundaq bir siyosat 2009-yili shu 5-yil voqeasidan keyin maxsus siyosat tuzilib, shunaq bir qadam besilibdi. Bundaq qadam besilishimi men ustozimiz deb o'tdi. Xitoy 5-yil voqeasini 5-yil voqeasi orqali shu Uyg'ur bilan Xitoylar orasida bir Uyg'urlarni 40-yil qilgan holatdami Xitoy xalqi buni qarshilik ko'rsatmaydigan, hatto qo'llaydigan Xitoy hukumatini shunday bir sharoitni hozirladi deganda. Haqiqatan shunday bo'lgan. Bu 2009-yildan keyin shunday bir siyosatlar yurgizib to'qidi. Bu Anvar inimiz deganda Huangangning ikkinchi avlod millatlar strategiyasi, garchi bunday bir siyosat yurgizildi deb qabul qilmasimi, lekin shuni shu Huangang, Mao'ningki ideyasi, Mao Zedong deganlarning ideyasi bo'yicha millatlarni birga asosga kiritish siyosati yurgizilgan. Hatto 2015-yili shu lagerlar masalasini, lagerlarni qurib chiqish uchun Dunyo bankasidan qarz olingan. Buning uchun nurg'un narsalar bor. Shunday vaqt yetmaydi buni so'zlashga, lekin meni gapim tugadi. Rahmat. Men undaqda hammamiz men shu Osiyaniki ağzın bir narsani qatay. Bu ilhamninki bir necha nuqtasi bor. Men vaqt munosib bilan jiq so'zlayman. Birinchisi chu degan vaqtida ilham bir aqliyatchi. Xitoy bilan bo'lgan barliq uchuq oshkora munozirlarning hammasida ilham intayin so'qqan, obyektiv ve ilmi bir pozitsiya bilan Xitoylardan yüzme-yüz yakma-yak bir jangga tushgan odam. Abay deyishtoq mesela Mao'ningki, Huangang'ningki qatorlarni deyishtoq yo'q-ku. Mening chet eldagi mayli oldin saplik inqilobchilar bo'lsin yoki boshqalardan bo'lsin, ilhamningki mushu aqliyatchiligidan o'rganishni nim qilaman. Biz haliqi hissiyat Xitoyni Xitoy yo'qolsin, Xitoy u qadar pastkash millat, u gap yamanjiq. Men Twitterdan ba'zi joyda nim qilib ketdim. Hissiy gaplicik, ama Xitoylar qachoniki bizni ma'lum bir gapda yoki ma'lum bir Xitoyni gapdan desak, davlayda bizni oldimiz birini tashlab qolib qolsa, bu odam yo'q. Ya'ni uni gap deb bermaymiz biz. Ilhamdan bizning uyg'undigan bir nuqtamiz, ilham shularningki shu bizga qo'ygan turli bo'xtonlari va bizga bo'lgan barliq qarashlarning hammasiga o'zining nuqtasini, o'zining qonuni, o'zining siyosati va o'zininki partiyasiningki ichidagi nizomlar qatorliq hammasidan foydalanib turib aşırı qarşı turgan. Bu ilhamninki biz qat uyg'undigan bir nuqtasi bu. Bundan keyin shunda olamiz. Masalan, biz hozir mushu qirg'inchilikda davomlashayotgan qirg'inchilik, bu qirg'inchilikning orqasidan buningga munosabatda har bir Xitoyni biz jazo tortimisak, bunun bilan tugamas bas munozirlik patimiz. Yil ham bu chiqyotadi. Uning ustiga hozir ko'ryaptimizga necha minglagan odamlar Uyghur qatliamining inkarchiligiga aylanayotadi hozir. Bu inkarchilar albatta hammasi qarshi turib olmaymiz. Unda qilishning hojati yo'q. Lekin bu yerdagi Xitoyning hukumat o'rnidan kelgan bir necha mushkildagi bizga bo'lgan bo'xtonlar va Uyg'ur qirg'inchilik aqlashlar qarta bizda cho'qim aqliy, mantiqiy, logiklik bir nuqtalash kerak. Bu ilhamda bor bunday narsa. Men bizning armat chetallikning asosida men jiqadan ko'rmayman bunday narsani. Bu diqqat qilgan narsa. Bu bir. İkincisi ilham Uyg'urlarningki siyosiy amaliyati va tafakkurda kam uchraydigan siyosiy realizmchi bu. Yani o Xitoydan ibaret Uyg'urlarningki yashash makoni bağansır qistash orqali Uyg'urlarningki milliy kimligini yo'qotgan shu siyosiy bir kategoriya yoki shu kontekstning ichida qanday qilgan vaqtida Uyg'urlarningki jonajon manfaatiga chiqish qilish. Masalan, qanday vaqtda Uyg'urning bir non tepishi, Uyg'urlarning qo'lidagi bir nonningki ta'tilinmasligi, yerning ta'tilinmasligi,
qon terga bergan emgak meyvelarining tadilmasligi haqida intayin konkret, intayin amaliy, intayin realistik bir nimalar bilan kurash qiluvchi bir odam bu. U o'yliqi haddidan ziyoda abstrakt yoki idealistik bir g'oyalar bilan aldirab nim qilmaydi. Bu deganim uning birinchisi uningki mustaqillikni talab qilmaydi deganim emas. Abajjiq deyishni. Uning deyiladigan shu tem. Albatta ilhamning ba'zi idealistik qarashlari bor. Masalan, g'oyaviy bir qarashlar. Masalan, biz bo'rlarning avlodi degan gapni dedi deb men bir ingliz xabarda o'qisam, bu dars vaqtida o'quvchilarga biz Uyg'urlar, Xitoylar ejdahoning avlodi bo'lib qolsa, biz bo'rlarning avlodi, ejdaho bo'r degan bir gapni qildi deb uningki sotida shu o'ziga nima qilindi ekan? Bu gapni degan. Ammo milliy ruhni urg'utish jihatda bularni bir avlod yoshlarni uyg'otish va ularni milliy ruhni singdirish va ularni keyingi Uyg'urlarningki manfaat uchun kurash qilib tayyorlashda bunday narsa intan muhim. Buning bilan uningki asosli g'ol ideyasi bo'lgan shu siyosiy realizmchiligini yo'q qilish bo'lmaydi. Endi uchinchisi İlham To'xti biz uchun bir Uyg'urlarningki manfaat uchun nimadan voz kechishni İlham To'xti pulidan voz kechdi, xizmatidan asosan ayrilib qoldi, u ijtimoiy o'rnidan hamma narsadan voz kechdi. Hatto u Fransiyaga chiqqan, Fransiyada panohlik tilayoladi. Bizga o'xshash chiroyli uyda, chiroyli ustalda o'tirib, vatanimizning kelgusi haqida ulug' paranglarni qila oladi. Lekin bularning hammasidan voz kechib, bu vatanga qaytib, Xitoylar bilan yuz turib, o'zining millatining manfaati uchun tig'dak jini bilan hech nimasi yo'q, bulash ko'z oldida tursimi, shu alda biz uchun kurash qilgan. Bu nuqtada biz chet elda yili ham Xitoydan qo'rqayotgan, yili ham Xitoy uchun bir ig'iz ovozini chiqaramayotgan ilhomningki 100dan 1 bo'lsin shu qahramonligidan bir azroq ulgu erishishga chaqiriq qilaman oxirida. Hamda ilhom to'g'risida nima ish qilmoqchi degan vaqtimizda ilhom xuddi Mandelaga o'xshash o'ziningki qaysi nishonga yetish uchun qanday harakat qilishni biladigan bir mutafakkir. Uning bir ideya va odam bu. Boshqaligi mayli bizdan bo'lsin, mayli boshqa millatdan bo'lsin, quruq harakat qiladigan odam emas. U bir ideyaning sohibi. U ideya uchun kurash qilgan. Bu nuqta ilpatqa vaqtda uning ideyasini gavdalantirish. Anandan keyin Uyg'urlarningki ideyasini gavdalashdan bir vaqtda uning ideyasining Xitoy tomonidan qabul qilinmasligininki Uyg'urlar uchun, Xitoy uchun, hattoki dunyo uchun nimalardan derak beradiganligini, nimalarning yuz berganligi to'g'risida intan cho'nqur sug'oqqanlikla o'ylanadigan yo kitob bo'lamdi. Men ko'proq hujjatli filmni qo'llayman, chunki hujjatli filmning ko'rilish nisbati bek yuqorildi ekan. O'tganda Abdurim O'tkirningki Turkiyadagi TRT'da ishlangan hujjatli filmning ko'rilish nisbati bek yuqori bo'lgandan men shuningdan ma'lum bir ilhom erishdim. Demak, İlham To'xtininki mush ideyasi, uningki shu harakatlarining mag'lubiyatiningki hammamiz uchun nimalardan derak beradiganligi to'g'risida bo'lapmi? Mushu Xitoylarningki Uyg'ur qatliamiga qanday qilib mush ilhomningki shu kechirmishlar orqali buni yo'ritib bergan bo'lganligi to'g'risida ko'proq bosh qotirsak-miki degan bir o'ydim men gapim tugdi. Mo'laga rahmat. Mush men tunkamning gibi o'labdan bir narsani degim kelib qoldi. Sen bilaman. Vaqtimiz bek az qoldi. Bizning asli planimizni yarim soat uzrab ketdi. Unda vaqtni qisqartsak, tamam 2 kunlik qoldi-ku. Tamam, Anvar. Bana 2 minut gerek. Bana en ahırda 2 minut vaqt versen iltimas qildim. Anvar kam 2 minut nima Anvar bilan Ilshatga erishkilanlar 5 minut, unda qattiq 2 minut vaqt sanayman. Tamam. Memnun kanlar toptan noktalarını oturup koydu. Bir Mandela'nı tilgaldı. Hakikaten ilham aldım özüm makasta. Otur bizning ahvolimizni del aynı vaqtki Mandela'nın zamanıdaki Janubiy Afrika'nın ahvoli o'xshatgan. Chunki Janubiy Afrikadagi asli xalqlar qartalliklar, afrikaliklar, ammo aqtalliklar u yerga kelib, yo'g'onchilik qilib, xalqni boshqa erkak kamsiz qilgan. Bu masalani del shu ilhom to'xtamni o'ynatib o'xshatgan. Hamda ilhom to'xtamalım bizlar uchun nimani qildi, nimani o'rgatdi degan narsaga mutlaq bir o'qish bo'lish bilan deyilgan narsam, ilhom to'xtamalım bizlarga shu oliy maktabdagi nurg'un bolalar o'zimiz bayqamagan, bizningki o'zimiz vatanda turib o'zimiz jiddiy his qilmagan narsalarni biz o'rgatgan. Ya'ni bu milliy kamsitishninki, qonun huquqimizni qo'g'dashninki. Undan boshqa men nayt o'zim ilhom muallimninki yoqtirib nim qilgan so'zdan bizsi muallim degan so'zlardan deydi ilhom muallim men texmi ko'p Uyg'ur o'quvchilarninki shu jamiyatshunoslik
falsafa, iqtisodshunoslik, qatorliq siyosatshunoslik qatorliq kasblarda o'qishni shu orqali ularning kelgusida erishgan shaxsiy muvaffaqiyatini millat va davlatning madaniy taraqqiyoti bilan birlashtirishni umid qilaman. Chunki bu kasblar kishilarga sistemalik metod ato qiladi. Shundaqla ularning pok, sodda va qizg'in milliy hissiyotini qaynab turgan hissiy energiyadan aqliy, ilmiy pozitsiyaga aylantirish yordam bor ekan. Bundaq ta'lim elish va nuqtai nazarni yetildirish Uyg'urlarga nisbatan to'liq kamchil va qimmatli degan. Bu biz o'quvchilar degan so'zi. Shundaqla o'ziningki maqolasida degan so'zi. Ondan boshqa men uqmaydi ekanman ba'zi odamlarning g'alati bir fikrlarni qilib Ilhom Olimning haqining so'zlab qolganligini, hatto tushunmaydi Xitoyda bu qolganligini. Amniyatda men bugun tilga olgan ikki maqolasini ikkilisini o'qigan odam Ilhom Olimningki dal shu Mao Zedong bu Huangang qatorliq Xitoyning danglik siyosat vazirlarininki asli maqsadlari niyatlarini oshkora ichib berib, shuninglar bilan birga agar ular o'zining oshkora ching tursa Uyg'urlarniki qanday yo'l tutganligini ham ko'rsatib berganligidan maqom to'liq o'qigan odam Xitoyning obdan tushunganligi va ularga ustunlik bilan Uyg'urlarniki qanday qarshilik bildirganligini tushundirganligini bilaymiz. Shuninglar bilan birga Ilhom Olim o'zininki degan so'zidan bilsa deydiki qarindoshlarimiz mustaqillikni xohlaydi, bu nisbat to'van emas. 13% odam mustaqil bo'lishni xohlaydi, ammo yana xalq ko'p kishilar, ya'ni 87% odam deyman, shunday esimda turibdi. Avtonomiya xohlaydi deylik, ma vatandoshlar bo'lgan gap. Xitoyda turibdi aytgan gapi. Yuksak avtonomiya, ammo avtonomiyaga erishilmasa, mutlaq ko'p qismi mustaqillikni xohlaydi deylik. Buning ichida albatta bizniki Ilhom To'xtamolim bor. Şu başkalarınki bu sözlerini qilishi menimcha nəhayət kulkilik deb o'ylayman. Abdulla Ayıp müəllim degandek maqolalarni ikki maqolani bir o'qib baqqan odam bo'lsa, bir tanqus o'tib, menimcha nəhayət obdan tushunadi deb o'ylayman. Rahmat. Hammanglar so'zlagandiki, men so'zlab qo'yay bo'pti. 5 minut berganni bekor o'tkazib atmay. Mening deydiganim jiq emas. Biz Xitoyni tushunmadik emas, tushunishni xohlamadik. Ilhom To'xti bizga tushunishning yo'lini ko'rsatdi, o'zini qurbon qilish orqali Xitoyning qandaqligini yana bir qatim bizga tushundirdi. Mana degan vaqtida Uyg'urning nima uchun Xitoyni tushunmaydi deganda, men hammamiz shu yerda yashadik, Xitoyning zulmini kunda ko'rdik, haqoratini kunda ko'rdik. Şahsen ben Xitoycha o'qigan, mayli bizningki dalanga berib o'qigan vaqtimizda yoki men Shexanzda o'qituvchi bo'lganda yoki Qo'mil To'mir yo'lda Xitoycha maktabda o'qiyotgan vaqtimda Xitoyningki haqorati, zulmi kunda bayinimizda. Uni his qilganlar qarshilik bildirdi, qarshilik bildirganlarni qolganlarimiz bu ish bilmaydigan ahmoq, tuxumni tashqa uradiganlar deb qarab turdik, ularni birdan yedi. Yaqinda birisi menga deydi, Uyg'urlar qo'zg'alon ko'tarib baqqanmi deb. Uyg'ur qo'zg'alonni shunda jiqqan. O'rta Osiyodagi hech qaysi millat Uyg'urda qo'zg'alon ko'tarib baqmagan dedim. Ammo lekin natija qayerda desa, Qashqarda ko'targan vaqtida boshqa yerdagilar jimiyatdi, boshqa yerda ko'targanda qolganlar jimiyatdi. Tuxumni tashqa urma deb Xitoyga bir xo bo'lsang, xo bo'lsa deb tarbiyalab yetkizdi bizni. Shuning bilan biz bag'razlik bilan Xitoyni tushunganligini unutmadik. Ko'rib turib, hattoki shularga moslashdik. Shu bizning ziyolilarimizni Abdurim Aysadek yoki G'uljida 40-50 yillardagi milliy armiyaning sotidan o'lim jazosi berib etivatgan Rahmanovlardek shu ziyolilarni biz Xitoyga yem qilib berdik. Shuningda bizning qo'limizdami, hamda hammamizning biz mayada o'taqanlarning emas, ammo bugun shu turmada yetayotgan bir turkumlarning qo'lida Ilhom To'xtining qini bor, boshqalarning qini bor. Shuningga Asiyamizda o'tirdi, Anvar ukamizmi davatqini, menimcha eng muhimi biz Uyg'urlar bilim o'rganishimiz kerak. O bilim degan nima deganda, shuar to'lash emas,
haqiqiy İlham To'xtining yozgan maqolasini bir saat vaqtingni chiqarib o'qig'in boshdan oyoq. Nima deyapti bu odam? Ayada uyada bu yerda degan bir ikki qiz Xitoyninki WeChatda avatpagan, Undidarda avatpagan ikki so'zini tutib olib, manda debdiki, anda debdiki deb uni ayiblamay. Tarixdagi shaxsiylarimizni ayiblamay, shularning tarixini, shu tarixiy oq ko'rinishini ham hozirgi dunyoning vaziyatini, xalqaro qonunlarini hammani o'rganib bo'lamisanmi? Bir soat vaqt chiqarib, azroq shu tarixni tafsiliy kitob o'qig'in. Xitoyning undidorsidan xabar ko'rib, dunyoga tabliq qilma. Uningda mangu biz uturimiz. Yengolmaymiz. Bilim, haqiqiy bilimni egallash kerak. Shu vaqtida biz uningdan keyin xuddi ilhom, abay mamtimimmi dedi, qandaq Xitoylarga isbotlar bilan, dalillar bilan oldi qo'yib, ularni o'sal qilgan bo'lsa, bizmi shunday qilgan vaqtida o'sal qila olamiz. Shuartolash bilan, vaqirash bilan uning bilan ish olmaydi. Hozirgi dunyo isbotga, dalilga, qonunga, tafakkurga baqadi. Rahmat, to'ydi. Rahmat. Bo'ladi. Sizlar Asiya, ammo açmışsın. Enver kan bas. Bo'ldi, kechiringlar. Men muhim bir nuqtani deb qo'y dedim, İlham To'xti to'g'riliq. İlham To'xtiniki shu tutilishdan burun bu Tibetlik Vusir deydigan bir yozuvchi bor. Bu Wang Lishoniki ayoli. Bu ziyorat qilgan bir ziyorat xotirasi bor. Shuni ko'rib baxsanglar bu YouTube'da bor. Aslında İlham To'xti deydi, men Xitoy hukumati bilan Xitoy xalqini ayirib muomala qilaman deydi. Mening nazarimda ikki jungo bor deydi. Ikki jungo bor. Birisi Xitoy hukumatini asos qilgan bir jungo, yana birisi Xitoy xalqini asos qilgan bir jungo. Men Xitoy hukumatini asos qilgan jungodan hech qanday umid kutmayman. Bo'libmi meniki tirishchiliklarimda bunday umidni ko'ramadim, lekin men Xitoy xalqini asos qilgan jungodan bir umidni kutaman, ham shunday bir umidlarga erishsamki deb o'ylayman deydi. Bu gapda biz bilamiz İlham To'xtiniki Xitoy mening dushmanim emas, agar men o'lib ketib qolsam turmada meni Xitoy o'tadi deb qaramanglar degan gapi bor. Bu hammamizga ayon. Bu gap haqiqatan nurg'un Uyg'urlarga aytiliqi aks reaksiya qiladi. Ya'ni Xitoy hokimiyati demoqchi-ku bu yerda. Xitoy hokimiyati. Men bu nuqtani tilga olgan nurg'un maqolalarimda, lekin men buni aytib ko'p radiya yegan. Lekin shunaqa bo'lsa bu nuqtani ta'kidlayman, chunki men bir misolni ko'rsatmoqchi. Biz ko'rdik, Amerikaning Trump hukumatida Trump azaldan Xitoy hukumati bilan Xitoy xalqi ayrim. Biz Xitoy xalqi bilan bir safda turamiz. Xitoy hukumati jinoyat sodir qilyapti. Hozir xatolik yurgizyapti. Bu hargiz Xitoy xalqini xatolik emas deyapti. Shunaqa. Lekin Trump hukumati Xitoyga qaratgan jazoni, ya'ni o'xshash qilyapti, yurgizyapti. Xitoyga qaratgan siyosat Xitoyning xalqiga, Xitoyning hokimiyatiga o'xshash bo'lyapti. Bu yerda siyosat yurgizyapti, u ayrilmaydi. Lekin siyosat sahnasida bu narsa ayrildi. Ayrilganlik uchun Xitoy xalqi orqali Xitoy hokimiyatini o'rgilib bo'ladi. Buni Amerika hukumati ham xalqaro buni bilalaydi. Hozir Xitoy cho'ng'ib ketdi, haqiqatan zo'r bir cho'ng bir hokimiyat. Hozir Amerika bilan tang o'tirib tang qo'pman deyotgan bir hokimiyat. Bunda bir hokimiyatni tarix sahnasidan butunlay supurib tashlash bir Amerikaning qo'ldan kelishi notayin. Shunga bu yerda xalq bilan hokimiyatni ayirib etish bu bir siyosiy taktika. Ayni vaqtida İlham To'xti dal shu taktikani qo'llangan. Shu bu to'g'riliqmi? Bizniki xuddi boya Ilshad akam aytgandek, bu siyosatni siyosiy nuqtadan tafakkur qilishga odatlanishimiz kerak. Ko'proq o'rganishimiz kerak. Har bir so'zning keyinda qanday siyosiy ko'rinish bor, qanday ideologiya bor, qanday maqsad bor, bu narsaga qarashimiz kerak. Ham Xitoyni tushunishga ko'proq vaqt sarf qilishimiz kerak. Rahmat. Rahmat Asiya. Eng söz nötini Enver akamızga berayli. Vaxtınız 2 minut Enver aka. Qalma rahmat. Rahmat. Bu sohbetimiz naydi bay bir sohbet oldu. Kütgünümüzden
balki hammamizning bo'lishi kerak. Texmo mazmunliq, ma'nilik, foydali bir yig'in, o'zaro yig'in bo'ldi. Bu İlham To'xti haqida Uyg'urcha kitob mening bilishimcha yo'q hozir dunyoda. Abduvali deb o'tdi, 2-3 kitob, 2-3 mazmunda ayirib deb. Albatta bularni hammamiz qilish kerak, ularga qo'shilaman. Bayatım şu sizler anlap oturup benim oyluğunum şu beşinla oturup koygan fikirler ayrım mevzularda kan bolsa bir kitap buğudaki fikirlerini oturup koydunlar. İlki pratik deydi hani mi de biz çinimdeyimiz emeli bunlar oylaganda elbette şu değilgenlerin hemmisini imkan tepip plan qilib, projekt qilib qilish kerak. Ama mındal qaraganda bu şu beşinla oturup koygan fikirlerini her biri şunu bir oturup bir uzun bir makalı aylandırsa bir kitap boğdek. Eğer layık görsenler bu bugünkü sohbette İlham To'xti kimdi, onun gayesi neydi, halkımızga nima qildi degan mavzuda oturup koygan fikirlerini toplap yazsanlar, şununki bastırış xirajitini ben tapıma. Şu aldığımızki 2-3 ay kadar kanmasın, yaş evladımızga bilmegen İlham To'xti nemişçili yetivatıdı o solakta. Şunu bilmegen halkımızga takdim kıldığan bir kitap çıkıdı oturuğa. Ben şunu teklif kılmakçı. Eğer sizler şu bugün degellerimizni ben kalemge elip yazıp birmen dep bakul kelsanlar, beşinler ben bunu iktisadını tapıma, bastırış iktisadını hiç bulmasa yaş evladımızga bana İlham To'xti kim dese bana okuyun dep berdiğen bir kitapını oturup çıkaran bolumuz demekçi ben ve hemminlarga rahmet etime bugün nayt hoş oldum. Şu benim gibim kıska. Rahmet Enver aka. Bugünkü sohbetimiz şundaq mo'lusulluq bo'ldi. Hammamiz so'zlagan qimmatlik o'zi ko'rib turayotgan xalqimiz texmi suyun deb o'ylayman. İlham To'xti masalasida İlham To'xtiniki elib borgan faoliyatlari va kutgan orzu umidlarda bu haqda xalqimiz qaytadan bir o'ylaydi deb o'ylaymiz. Biz her yılı bu yıl 6. yılı İlham To'xti Adırım Xitay türmesinde keyinki yılının bunda kütüş xalamaymiz. Bir gün baldır bolsun İlham To'xtiniki erkinlikka chiqishini arzu qilamiz. Şuna xalqimizga bu murojaat, qo'limizdan qandaq harakat kelsa biz şu İlham To'xtini qutuldirish va İlham To'xti orqali millionlagan Xitoyning jazo lageridagi xalqimizni qutuldirish bir tal bo'lsin bir Uyg'urning jinni qutuldirish, erkinlikka erishtirish. Buni o'zimizga nishon qilsak, o'zimizning zarur erkin dunyodagi bir mecburiyetimiz deb bilsak, bu Abduvali bu vaqtda naytdi kuchli bir murojaatni o'tirib qo'ydi. Qisqasi, mushundaq suhbatlarning davomli bo'lib turishini orzu qilamiz. Qimmatli vaqtinglarni ajratib bugungi suhbatga qatnashganinglar uchun, qimmatli fikringlarni xalqimizga o'rtoqlashganinglar uchun sizlarga tashakkur etaman. Rahmat. Rahmat. Xo'sh hamsan. Rahmat. Xo'sh hamsan. Salomat bo'linglar.